Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Erkinlik yolunda sudak aktı bizim tenimiz. Sen için ey yurtimiz, fida bulsun cenimiz. Kan keçip hem can verip, ahır bulduk azatlık. Kalbimizde var bulgaçka itikat imanımız. Atılanın canları düşmedi tarih bittidir. Nesli kaldı kendi var, biz onun evladı biz. Çıktı can hem aktı kan, oldu yağdın el aman. Yaşasın, nur yaşasın, güzel istikbalimiz. Yaşasın, nur yaşasın, güzel istikbalimiz. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlarım. Jasorat Mo'minga xush keldinglar. Bugun o'tganki qatimqi suhbatlarimizning davomi. O'tgan qatim biz shu ziyolilarninki vatan davosi ishidagi roli to'g'risida so'zlashib kelayotgandik. Ammo gapimiz uzilib qolgan, ya'ni vaqt masalasi tufaylidan. Chunki vaqt pek uzrab ketgachga programmani uzatishga majbur bo'lgandik. Bugun shu suhbatimizning davomini qilamiz. Ya'ni ziyolilarning navbatda vatan davosi shu jihatda bo'lgan roli qanday bo'layotdi degan temani davom qilamiz. Ham bugun bu temani oxirlashtirishga tirishamiz. Oldi bilan qarindoshlarim, hammanglar ko'ngil bo'layotgan shu Xitoy virusining ahvolini qisqacha bir xulosalab o'tsak, hozirgi ahvol qanday bo'layotdi deganda, hozir dunyo bo'yicha yuqumlanganlarning soni 4 million atrofida. 4 million. Buningda ham eng ig'ir
ziyon uçragan devletlerden sanasak, şu Amerika, Rusya, Türkiye, burunqi mesela adamlarni o'ylasak, bana İtaliya, İspanya qatorliq devletler var. Bunun da Amerika'da hazır ölgen adamların sanı 75 bin atrafında oldu. Bu san yana eshiyotidir. Endi biz ilgari shu ishlarni tilga olganda Amerikaning reaksiyasi bunga bo'lgan inkos qanday bo'ladi deganni jiq so'zlagan. Buning da oldi bilan Mr. Trumpniki, President Trumpniki yaqinda qolgan bir qancha so'zni ko'rib o'tamiz. Andan keyin buni qisqacha men tarjima qilaman. Andan keyin qarindoshlar bilan salomlashib suhbatga o'tib ketamiz. It's killed more people than Pearl Harbor, and it's killed more people than the World Trade Center. When you said a little while ago here that this was a worse attack than Pearl Harbor and 9/11, are you suggesting that COVID-19 is an actual act of war? I view it as I view the invisible enemy as a war. I don't like how it got here because it could have been stopped. But no, I view the invisible enemy like a war. Hey, it's killed more people than Pearl Harbor. And it's killed more people than the World Trade Center. World Trade Center was close to 3,000. Well, we're going to beat that by many times, unfortunately. So, yeah, we view it as a war. This is a mobilization against a war. It's in many ways, it's a tougher enemy. You know, we do very well against the visible enemies. It's the invisible enemy. This is an invisible enemy. So, but we're doing a good job. Well, Charlie, there are a lot of ways you can hold them accountable. We're doing very serious investigations, as you probably know. And we are not happy with China. We are not happy with that whole situation because we believe it could have been stopped at the source. It could have been stopped quickly and it wouldn't have spread all over the world. And we think that should have happened. So we'll let you know at the appropriate time, but we are doing serious investigations. The fact is that there has been so much unnecessary death in this country. It could have been stopped, and it could have been stopped short, but somebody a long time ago, it seems, decided not to do it that way, and the whole world is suffering because of it. 184 countries at least. Germany sent a bill to China for $130 billion, 130 billion euros for the damages caused by the coronavirus. Would your administration look at doing the same? Well, we could do something much easier than that. We have ways of doing things a lot easier than that. But Germany's looking at things, and we're looking at things, and we're talking about a lot more money than Germany's talking about. Yeah, please go ahead. Mr. President, We haven't determined the final amount yet. Thank you, Mr. It's President. very substantial. If you look at the world, I mean, this is worldwide damage. This is damage to the U.S., but this is damage to the world. Yeah, please. Ko'rganinglardek qarindoshlar, President Trump Oqsaroyda muxbirlarniki ziyoratni qabul qilganda nima dedi deganda, bu Amerikaning tarixini qisqacha eslab o'tib, bu qitimqi zarba dedi, bu qitimqi hujum dedi, attack dedi. Ya'ni Amerikaga bo'lgan bu qitimqi hujum ayni vaqtdagi Marjon orolidagi, ya'ni Pearl Harbor orolidagi hujumdan va 9/11 11 sentabrda Amerika qilingan hujumdanmi ig'ir qattiq bizga ziyon olib keldi dedi. Birinchi o'ptilg'og'ini bu Pearl Harbor buningdagi hujum nima deganda, Ikkinchi dunyo urushida agar esinglarda bo'lsa, qarindoshlar, Yaponiya Amerikaning Havay orolidagi Marjon, Havay atrofidagi Marjon oroliga tuyuqsiz hujum qilib, Amerikani qattiq chiqimdor qilgan, nurg'un paraxodlarini cho'ktirib o'tgan va 2400 dan ortiq Amerikalikni o'ttirgan. Shuning bilan Amerika Yaponiyaga qarshi urush e'lon qilib,
Yaponiyani taslim qildirdi. 2 dona atom bombasi tashlab Yaponiyaning taslim bo'lishini vujudga chiqardi. Ya'ni bu birinchi natija. Pearl Harborning natijasi Yaponiyaning jiniga vaqmay Amerikaga shirtang etishi natijasida Yaponiya vayron bo'ldi, taslim bo'ldi. İkincisi 9/11 11-sentabr vaqasi hammamiz bilamiz, yaqinda bo'lgan ish bu. Shu terroristlar New Yorkdagi ishki qo'sh binoni, shu dunyo savdo markazining qo'sh binosini cho'ktirgandan keyin u yerda 3000 ga yaqin odam o'ldi, 3000 ga yaqin amerikalik o'ldi. Ondan keyin Amerika terrorizmga qarshi jang e'lon qilib, Bin Ladenni Pokiston bilan Afg'oniston chegarasida o'ltirdi. Ve İslam devleti deganga o'xshash qurilgan az bo'lmagan bilan yo'q chiqadi. Ya'ni demakchi, Amerika tarixda o'ziga shirtang atgan, o'ziga tig' ko'targan, o'ziga pichoq tiqqanlarni mag'lubiyat bilan oyoqlashtirgan. Bu qator munda bo'lsa, muxbir yana so'radi, undaqda bu siz Pearl Harbor bilan bu 9/11ni tilga oldingiz, demak biz urush altidami hozir? Biz albatta urush altida dedi. Birla o'xshamaydigan yeri hozirgi dushman ko'gil bo'lmaydigan dushman dedi yani. Burunqi ko'gil bo'lgan dushmanning hammani bichit qildik. Hozir biz urushayotganimiz ko'gil bo'lmaydigan dushman. Bu nima demakchi? Ko'gil dushman bo'lmaydigan dushman albatta virusga zambark atqili, aeroplan chiqarib bombardimon qilolmaydi. Uning oqida kim bor? Bu virus tarqatgan kim o? Uni tepib, uni vayron qilmoqchi. İkinci videosida yana naq maydonda muxbir so'rdi. Bu Xitoy bu virusni nima tarqatganligi, maqsadlik tarqatganligi to'g'risida gaplar bor. Dunyo hozir nima? Qattiq g'azabda. Shu virusniki Wuhandan tarqalganligi, Wuhandagi laboratoriyadan tarqalganligi to'g'risida gaplar bor. Buning ustida masalan Germaniyaga o'xshash davlatlar 130 milliard yevro to'lam talab qilibdi Xitoydan. Biz Amerika mushta qilamizmi degan javobga dedi. Bu Germaniyaning o 130 milliardi hech nima emas dedi. Biz uningdan chiqqan to'ltimiz dedi. Demakki Amerika Xitoy bilan hozir urush altida qarindoshlar. Garchi zambarak tankisi aeroplanni chiqarib urushmagan bo'lsa, urush oltiga kirdi. Hozir Trump dedi, Prezident Trump dedi, virusning haqiqiy manbasini aniqlayapmiz, aniqlagandan keyin hisob olamiz dedi. Bu hisob qandoq e'lanadi? Hammamiz asta-asta ko'ramiz keyingi kunlarda. Endi temaga qaytib kelsak, qarindoshlar, bugungi ziyolilar temasiga yana 4 qarindishimizni taklif qildik. Buningda Germaniyadan Abdurahimjon qarindishimiz, Amerikadan Ümit Sabir qarindishimiz va hozirgacha kamera olamagan Norvegiyadagi Erkin akimizdan boshqa bugun Amerikadan Tug'luq Abdurazzoq akimizni suhbatga taklif qildik. Assalomu alaykum qarindoshlarim. Jasorat munbirga xush keldinglar. Salomat yaxshi turdinglarmi? Alaykum assalom. Alaykum assalom. Hozir endi mana abay men programmadan bir şey deb o'tganimizdek ziyolilar to'g'risidagi suhbatimiz oldingi qatim vaqt masalasidan uzilib qolgan edi. Bu ziyolilarniki bu da'vo sepidagi roli degan bu bir cho'ng tema hamda. O'tgan qatim biz bir aql so'zlagandan keyin diqqat qilganimiz shu yaqin oyog'i xalqimiz orasida shu bir necha halqiliq masala ustida o'xshamagan ko'z qarashlar, talash tortishlar bo'layotdi. Buningda o'xshamagan tipdagi, o'xshamagan ko'z qarashdagi ziyolilarmi o'zlarining ko'z qarashini o'tirib qo'ydi. Masalan deylik, ma'lumotga besib olingan material va yoki nima haqida, haliqi Besilgan materialdan boshqa yana birisi İlham To'xti instituti masalasida hozircha xalqimiz orasida talash tortishlarning oyog'i uzilgani yo'q. Endi yaqinda o'tganda biz tilga o'tgan yilgi olg'ay sexual insult qo'shirgan tadqiqotchi atalmish olim nima debdi? Yana norozilik bildirib nima debdi? Men
mustaqillikni orzu qilaman, ammo mustaqillik mening e'tiqodim emas. Chunki u ishga oshirilgan narsami bilmayman degan narsani o'tirib qo'yibdi. Shuning bilan xalqimiz orasida o'xshamagan ziyolilardan tepkilar kelyotdi. Demak, bo'lg'ini xalqimiz hozirgi eng jiddiy masala mushu mustaqillikni e'tiqod o'rniga qo'yib muomala qilish masalasi. Demakchi, qachoniki mushu mustaqillik bizning orzuyimiz emas, e'tiqodimiz bo'lganda, andan keyin bu ish amalga oshadi, mustaqilligimizni tadrijiy ishga oshiramiz debdi. Hali atalmish tadqiqotchi yana shu nima debdi deganda, masalan, Xitoyni dushman desam ko'z oldimga 1 milliard 400 million inson keladi-ki, ya'ni yamanchiq demakchi. Agar bu xalq emas, mushu Kommunist partiyani, Xitoy Kommunist partiyasini dushman deb atsam-mu ko'z oldimga 90 million atrofida odam keladi-ki. Demakki, mush sabablardan men bu mustaqillikni faqat orzu qilaman, ammo u mening e'tiqodim emas debdi. Boya deganimdek, buningga jiq tepkilar keldi xalqimiz orasidan. Mush gapni mushadan boshlasak, qarindoshlarım, xalqimiz 2 kundan yog'i mush temalarni qizg'in munozara qilyapti. Mushada o'taqalarning hammasi ziyoli. Bu yerda oldi bilan Mavo Tug'luq akamizni bir menimcha hammadan taniydi herhalde. Bir qisqacha tanishtiraylik. Bu akamiz doktorlik unvoni va bir akamiz. Tug'luqqa oldi bilan o'zingni bir qisqacha tanishtirib o'tamsan. Sen qaysi fanda doktorlik olgan hozir nima qilyapsan? Assalomu alaykum. Bütün dünyadaki barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Oldi bilan Jasorat Umidninki mushu maydonga meni taklif qilganligiga rahmat aytaman. Endi mush ekran oldida o'tirgan angliqchilarga aytaman. Men bu yerda o'zimni ham qisqacha tanishtirib o'tgan deb talab qildim. Jasorat endi bu yerda men bu to'g'riliq ko'p to'xtalmay deb atildim. Men bir narsani deb o'tay, shu yerdan keyin shu o'zimni ozroq tanishtirib o'taman. Men shu 1968-yilda esim kelib qoldi, shu ziyolilar to'g'riliq param bo'lgandan keyin. Hem şu vaqtida mushu Xitoyda Mao Zedong şu vaqtida şu ziyolilarni yezlarga tushirish degan bir harakatni boshlagan, ziyoli yoshlarni. Şu vaqtida men o'rta maktabni endi bitagandim, to'liqsiz o'rtani bitagandim. Bizni şu vaqtida yosh ziyolilar deb yezg'ab turib 3 yil ishlatgandi. Demak, şu vaqtida bizda ziyoli degan qalpoq bor ekan. Shuning uchun men bu yerda endi mushu bizning endi mush xalqimizning orasida biz bir mushu ziyoli to'g'riliq bo'lgan tushuncha to'g'riliq men nima deb qarayman deydigan bo'lsa, biz mushu muajiratdagi hozir yashayotgan Uyg'urlarning mutlaq qismi. Abay senmi deb o'tding, bu ekran oldida o'tirganlarning hammamiz biz ziyoliga kiramiz. Shu nima bo'yicha mayli qanday o'lcham bo'yicha biz ziyoli qaramiz deymizda. Shuning uchun bu yerda bu ziyolilar deb atashning o'zida sal bir to'g'ri emas tarafi bormiki deb qarayman. Chunki ba'zilar ziyolilar mundaq qilyapti, ziyoli emaslar mundaq qilyapti degan tushuncha mencha toz degandeklik aniq tushuncha emas-ku. Endi bu yerda biz hozir masalan chet ellarda yashayotgan mutlaq ko'p qismdagi shu Sharq Turkistonliklarning endi o'ttir maktabni bitaganlik saviyada yuqori saviyasidir. Shuning uchun bu ishlarga aralashgan, bo'libmi Sharq Turkiston mustaqillik aralashganlarning hammasini ziyoli deb qarayman. Endi bu yerda nima uchun bir qism o'zlarini ziyoli davoganlarningki davrangi biroz ko'parak bo'lib, bu yerda endi boshqalarni xuddi boshqalar ziyoli emas degan tushuncha qani bu inglizcha aytganda bir misconcept. Bu misconcept. Endi bu yerda bo'layotgan ishlar nima deganda, shu bir qancha o'zininki mustaqillik irodasi bo'lmaganlar. Bular ma'lum shu so'zlarniki, ma'lum shu manbalarniki shu nima
paydalanganlığının sebebinden bular şu ekranlarda çıkarak gösteriyor atıdı. Ben mındak qarayım bunu. Ben hem de bu toğırlık uzun paranlaşmayı, bu toğırlık cıkeplerini kılatken, hem de özümde kıskış tonuşturuyatken bulsam, benim hayatım asasen mektepte ötken. Ben Şarkı Türkistan Üniversitesi'de lektor olgandım. Şu Amerika'ya çıkıştım burun. Bundan çıkıştım burun ben Xitay'daki şu çoğun üniversitelerde 20 yıldan 1 yıldan aşağıda bilim algan. Onun için imtihan verip çetik çıktım. Matematik doktorlukta okugandım. Onun için kesbimni almıştırıp yana statistik penlerde okudum. Ta şu ömrümdeki mutlak köp kısmı deyman bu nimeden bilen boldu degende pen texnik tadqiqat bilan statistik tadqiqat bilan matematik tadqiqat bilan ve şunun o'xshash bilim dairalida bo'lib keldim. Nur Uyg'urlarning ichidagi nurg'un ziyolilar bilan aralashib o'tdim. Endi bu yerda Amerikadagi ziyolilar degan bir tushuncha bor-ku, bu yerda nima deydi degan Amerikadagi cho'ng ziyolilar mustaqillikni xohlamaydi degan bir tushunchalar tarqilayotganligini bayqadim. Umum bir xato tushunchalar. Men Amerikaga mana kelganimga 30 yildan oshdi. Men kelgan kunimdan tortib o'sha Amerikadagi ziyolilar bilan aralashib keldim. Ta hozirgacha aralashib kelyaptim. Men Amerikadagi mutlaq ko'p qismdagi ziyolilarninki ideyasida mustaqillik ideya bor. Faqat bir qanchasilar bu yerda ismlarini atab жүрмейman. Her iki tarafının isimlerini ataydıgan bolsa mutlaqil janlananki isimlerini çıkarıp atab ötemen. Dep bereleyme bir yerde. Bunu sartırıp deyişeli to'liqqa buni Amerikadagi ziyolilarning gapini sartırıp deyishimiz seni taklif qilishimizga maqsad bo'lgan sal Amerikadagi ziyolilarning vakillaridan birisi. Bu haqda ayrim to'xtalamiz sal turib bugungi programmada. Boya men o'tirib qo'ygan savol yani şu bir neçə günün yağı xalqımız arasında g'ul-g'ul bo'layotgan şu masalalarga qarata ziyolilarning inkosları bo'ldi dedim. Onu cho'qim o'qidinglar, angladinglar deyman. Mush yoqdagi ko'z qarashinglarni oldi bilan bir anglab o'taylik. Abdurimjon sen bormi? Men bor. Sening surtin ketib oldi, ammo gap qilaver, bo'pti surtingni sen bizni chiqib kelgansan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Assalomu alaykum. To'g'liqqa va ekrandagi suhbatga qarindoshlar. Endi o'tgan qatimqi suhbatda biraz muhim yerkenide vaqt qo'shib qilib to'xtab qo'ydik. Endi bu oraliqda nurg'unlagan yangi fikrlar, yangi ixtiloflar o'tirib chiqib ketdi. Endi ziyolilar degan gapni to'g'liqqa hozir g'achchidli bir yaxshi o'ndan birini pichib qo'ydi. Ziyoli degan chog'da shu 68-yillarga to'liqsizni bitgan bolalarimiz ziyoli deb tuvanga tushirayotgan deganda ekan hozir chet ellik odamning hammasi ziyoli degan bo'ldi. Yana bir nuqtadan to'g'liqgan o'zi dedi yaqin mustaqillikni xohlamaydigan ziyolilar yomon oz. Men taniydigan ziyolilarning hammasi degidek mustaqillikni xohlaydi, yomon ko'p dendi. Muşani üzüm muşu cümleni abayqı sualga birleştirip azraq bir fikrimi oturup qo'yaman. Belki xalash tamamen boshqa masala. Arzu qilish, xalash o har qanday odamningki ichki tuyg'usining yoshirin qatlamida turadigan bir narsa, saqlab qo'ygan bir narsa deyli. Ota-onamdan qilib qolgan mushada otning kallasida bir oltin bor deb oltinning o'zini chunqur ko'lab uyning ostiga ko'mib qo'ygan bilan u oltindan haliqi bechora odam hech qanday foydalanmaydi-da, kambag'al namorat o'tkazilgan gap. Oltin bor deydi, u oltin yana ostiga ko'mib qo'ygan. Ondan hech qanday foydalanmaydi. Ya o'ziga foydasi yo'q, yoki boshqalarga foydasi yo'q, u kumush oltin aşağıda kümük betim qep qaldı degan gapda bir kun pokudlam aşı zuvan tutulub ölüb qalsa o balava qısığımı nesip olmaydı o adamninki aşnalı ketib qaldı. Demek mustaqillikni xohlamaydi, har qanday ziyolilar mustaqillikni xohlaydi, arzu qiladi degan bu so'z amaliyotga chiqmaguncha, ya'ni shu ziyoli bo'lsin, mayli piyoli bo'lsin, chiqib men mustaqillik kerak, men mustaqillikni arzu qilaman deydigan arzusi bor odam shunda
yoki nima qiladigan odam yana orzusi bor, xiyoli bor odam uni o'ttirg'i chiqarishi kerak. O'ttirg'i chiqarib, ziyolilar bo'lsa, o'zininki kasbiy doirasida ilmiy qobiliyati bo'yicha o'ttirg'i chiqarib, uning bir plan programmasini sizish kerak. Faoliyat qilayotgan tashkilotlarga sunish lozim yoki o tashkilotlar qabul qilmagan chog'da biz bilamiz, biz uzun yillar oqibat qilib kelayotgan bo'lsak, sen nima etan, sen kim etan deb rad qilsa, o'ziga o'xshash fikrdoshlarni yig'ib, ham fikr olib, o'ttirg'i chiqarib, material taqdim qilsam bo'ladi. Hech kim to'smaydi. Yo'q, endi orzuning o'zi e'tiqodga aylanmaguncha o orzuning o'zi arzu petim qilib qoladi. Xiyol petim qilib qoladi. Men o'tgan yilning oxiriroq, bu yilning 5 taraf bir qancha 20-30 qism shu so'zlab suhbatni bayon qilganim o'zim yolg'iz kishilik. Bayliqi Uyg'urlar mustaqil davlat qura olamdi, ya'ni Uyg'urlar mustaqil bo'la olamdi degan bir temani qo'yib, mashina 5 qismga bo'lib so'zlagandim. Bunda yana oldi bilan mustaqillik orzusi bo'lishi kerak har bir Uyg'urniki. Arzu bo'lgandan keyin bu arzuni aqidaga aylantirish kerak, e'tiqodga aylantirish kerak. Bu arzu e'tiqodga aylanmagichilik, bu arzu petim qilib qoladi. Arzu degandan keyin bir yumshoq bir tuyg'u. Agar bu tuyg'uning qarshisida kuchiga bir to'sqinlik uchragan chog'da u arzudan voz kechadi. Masalan, konkret bir misol qilsam, o'shada endi yoshlik vaqtimizdagi, hammamizning yoshlik davridagi bir misolni olay. Biz bir qizlarni yaxshi ko'rib qoldik, osh qizlarni to'y qilsam bo'ldi, osh qizlarni keltirib olsam bo'ldi deb arzu qilib yurdik, ko'nglimizga tikib qo'ydik. Andan marlab yurgan chog'da bizning kuchi kerak, nocharoq ko'ydan bes keliblar, shunday qilib bazlab qizlarga yaqindan kelam, deb lashar ko'nglimizga saqlanib qoldi arzu. Deb qilib qoladi. O kuchning o'zi o qizlarni keltirib, o ep tutadi. Shuning bilan o arzu, armon qilib qoldi degan. Yani gerek bir to'sqinlikqa, kuchi gerek bir harakatga to'g'ri kelgan chog'da arzu aşağıdan o'rin bo'shlik yo'qolgan narsa. Endi bu aqidaga aylangan chog'da nima bo'ldi degan chog'da, aqida e'tiqodga aylangan chog'da biz hammamiz bilamiz. Bir narsa e'tiqodga odam, ya'ni bir haykalning o'zini tishlab qo'yib, "Meni Xudoyim" deb e'tiqod qilgan odam, haykalni yasab, bir chiroyli chirkovliga tishlab qo'yib, ashniga berib e'tiqod qilib cho'qingan odamning o'zi qanday qildi degan chog'da, shu haykal bu Xudo emas degan odamning o'zini hatto o'ltirib o'tishlik apurdi. Ya'ni dindagi urushlarning bo'tizg'o, ya'ni e'tiqoddan kelib chiqadi, diniy urushlarning diniy ziyatini to'g'risi. Bu vatanning mustaqilligi, mustaqil bir Uyg'ur davlati qurish degan bu orzuning o'zi, bu xiyolning o'zi rasmiy e'tiqodga aylangan chog'da, shuning uchun u odam qurbon berishga, ya'ni jasorat qila oladi. Hargiz voz kechmaydi e'tiqodga aylangan chog'da. Bu muhim narsa. Ya, e'tiqod degan muhim narsa. Endi arzu qildi, har qanday odam arzu qildi. Hatto Rabiya Qodir xonim 8 yil avval Nur Bakirmi vatanning mustaqilligini arzu qildi deb so'zlagan, 10 yil avvaldan so'zlabdi. Demak, endi shu vatanda ishlayotgan millionlagan saqchilar, xizmatchilar, kadrlar va payloqchi g'olchilarni vaqt kelgan chog'da hech bo'lmaganda Xitoyning eg'ir xo'rliq his qilgan chog'da Xitoy bu vatnim ozod bo'lgan bo'lsa, mustaqil davlatim bo'lgan bo'lsa, sendan bu xo'rliqni tatmaydim deb shu ko'ngliga orzu qildi. Ammo amaliyotda ular og'zini chiqarmaydi. Tinmay shu orzusini yo'shirib o'tkazib ketdi. Ammo chet elda, biz chet eldagi Uyg'urlar arzu qilmaydiganlar asosan yo'q, bizga avtonomiya kerak, Uyg'urlar avtonomiya uchun kurash qilib kelyapti deganlarmi? Deydi-ku, oxirgi arzuyimiz mustaqillik, biz mustaqil bo'lmaymiz dedik-ku. Deb sharhlaydi. Biz mustaqillikni arzu qilamiz, voz kechmadik, ammo kuch yetmaydi. Biz hamon bir kun mustaqil bo'lamiz, bu arzudan voz kechmaymiz deydi. Ammo amaliyot qilayotgan narsa nima degan chog'da, o vatanning mustaqilligiga tig'mitiga qarshi xalqning irodasini sovutadigan, xalqning ishonchisini yo'qotadigan, xalqni ümidsizlantiradigan fikrni yeytidi. Ondan keyin g'arb davlatlarininki arboblar so'ragan chog'da, sizga nima kerak degan chog'da biz
Dünya üçün yaşab kelyapmiz, şoň üçün küraş qatymyz dep bunu ämeliýetde ifadeläýdi. Biz arzusyga emas, bir qaraymiz. Şoňlaşqa nurgullygan ziýalylar, hamda biz ziýaly diýen çagda ilki 68-nji ziýalylar emas, hazırky çet eldeki ölçem boýunça etganda ötkende bir hamda muştugullyk kısmen sözlep ötdik. Yani bir ma'lum bir ilmi, kesbi jihatdan bir ölçüm boluş gerek. Digen oturup koyduk. Şuna bolgan çagda çet elde äň töweni magister derejelik okugan kança miňlegan doktor ziýalylar bar. Şularnyň özü bizniki bu watan mustaqillik hareketlerimizge bugünkidek bir pajalyk günü kelgen çagdymy bu töhfä qotmady, qatnaşmady bola bir çet furup Xitaynyň ýakşyp gelişini kütüp atydy, Xitaydan merhemet kütüp atydy dep biz renjidik. Endi şunun bilen teňla o ziýalylar hereket ösçinin buldu diýen çagda hereket ösçe hatta näslerini oturup goýup kaldyganlar ýaman köpdüdik. Digendek boldy. Ýani ötken söhbetlen bu söhbetniň aralygynda ziýaly dep etwa adamlar ve onu kollaýdygan nurgullygan ýaxşy pikir kılalaydygan, ýazalaydygan nurgun kişiler bu mustaqillik diýenden fakat arzu kıldygan näse ama bugünkidek weziyetde 1 milyar 400 milyon Xitaynyň özüge karşı 90 milyon kurallyk askerge karşı biz bu işini wujudga çykyramaymyz. Şoňlaşqa bunu fakat arzu kılaýmyzki etiqat aqida derejesiga biz kötüremeýmiz bunu. Dep şonuň özüni toğra dep atganlygynyň özü yani bu mustaqillik üçün bir kadem besiňler qarandaşlar algylyglaryňlar dep teklip berýän, targyp kılydyganyň ornyga kişiler arzu ümitlerini işençlilerge soğuk su sepedigan, onda hareketini kıldıgan ziýalylarmy az emas. Şoňa bola özüni tüzüş gerek. Ben bugün pikirim başa toxtay hazırda sualy qarta. Tamam. Ağalla erkin pikir kılaylı, toğlukka, ümit, erkinka, qasyňlar bu wagtda pikir bayan kılsylar. Beni Erkinka. Assalamu alaikum qarindaşlarım. Aleyküm selam. Assalamu alaikum. Ekran aldyky barlyk Uygur qarindaşlarım. Ben bugün ziýalylar temasida pikiriňlerge aralışyp kaldym ýa-ni bir qatam. Ben aldy bilen bir misaldan başlaýmän. Meniň adetim bu misal. Adamky Grek filosofisinden daňlyk, ataglyk 3 filosofnyň birisi Sokrates şundak tasvirlegenkenki insanlarning eng mükemmel boluşyny. Hem muşu tasvirleşini nakl keltirip men Uygurlarga, özümizning milletiga nakl keltirsem, eger bütün Uygurlar jugurlup bir gevde bolgan bolsa, bu gevde şundak güzel, hem şundak kudretlik, hem şundak ilgar, hiçkandak teňdişi yok bir kuşk aýlanat, bir gevde bolar. Şu wagtda hakyky Uygur bolar. Afsuski bugünkü zamanga kelgende tarihte şan şereplerini kazangan ejdatlarymyzningki bizge kaldırgan canı-can tupraktan ayrılıp hemmimiz hemmiyede hany weýrançylyk ýürmekdimiz. Bolupmy wetenlik qarindaşlarymyz intaýyn eýgir zulüm içinde kaldy. Narsili yok balla kırılıp ketip bardy. Kız jigitler depsende bulup atydy. Her 80 ýaşdan aşkan buway mamaýlarymyzny turmulagy taşynyp atydy. Bu reallyk. Hemde Uygur ziýalylary muşundak bir peýtniň özüde eger hemmisi özüniň pozitiv energiýasini işga aşyra algan bolsa, misal düşün, men özüm ýürek patologiýasy bolganlygym üçin men aldy bilen ýürekden sözlek bir pompa, bütün bedeniň hemme ýerige 970 000 kilometr bütün hemme tomuryny ulusa, bedendeki tomurlaryň hemmini ulusa 9700 kilometr yer şaryny 2 aýlanyp çykdygan, 2 ýerim aýlanyp çykdygan bir kor muşu ýürekniň pompasydan ozuklanady. Muşu pompadan küçelip aýlanyş, kan aýlanyş boldy. Eger ziýaly diýenimiz bayan Tuğluk Efendi tasvirlep ötdi, hemmimizge mensup bolsa, bizning wezipemiz nime? Millet aýada eýgir günde kelyp atgan wagtyň özüde
biz o'zimizning pozitiv energiyamizni ishlatib, vatan millatning mustaqilligi, ozodligini erta yoki bugun cho'qim reallik oshiramiz degan iroda bilan o'ttirg'i sakrab chiqishimiz kerak edi. Hem shunday qilishimiz shart, bosh tortib bo'lolmaydigan majburiyatimiz. Hamda mushundoq bir o'tkir vaziyatning o'zida ba'zi passiv yoki bo'lmasa qo'rqinchoqlik ideyasini tashviq qilayotgan qarindoshlarimizga mening tavsiyalarim, siz eng go'zal so'zlaringiz bilan, eng ilmiy atalg'ular bilan nurg'un narsalarni yezing. Vatan ozod bo'lgan vaqtida shu atalg'ularingizni, bizning ona tilimizni qaytadan gullantirgan vaqtimizda xalq suyunib o'qisin. Ammo hozir bu paytning o'zida negativ narsalarni xalqning ro'yiga urmang. Mening taklifim shu, efendim sizga. Rahmat. Tamam. Tegdik. Assalomu alaykum qarindoshlar. Andas meningki bu vaqtda azroq qo'shim chiqib qo'yay. Yuqorida qarindoshlarni ayt yaxshi mazmunlarni o'tirib qo'ydi. Birinchi bo'lib assalomu alaykum butun ekrandagi qarindoshlar va hammanglar yaxshi turgansizlar inshaalloh. Endi hozir ziyoli degan mazmunni so'zlashyapmiz. Endi oldin qitim bu ziyoli to'g'riliq nayt yaxshi mazmunlarni o'tirib qo'ygan bo'ldik. Endi hozir men mush xalqimizdanmi bunun bir mas'uliyat tuyg'usi bo'lishi kerak deganni o'tirib qo'ymoqchiman-da endi. Endi bu bizda Uyg'ur xalqi aytilgan maqol tamsilga boy bir xalq, hamma narsani maqol tamsil bilan ifodalab bera oladigan yetarlik maqol tamsillarimiz bor bir xalq endi biz. Bu balkim bizning Uyg'ur xalqininki tarixdan buyon, ya'ni butun shu O'rta Osiyo coğrafyalari asli burun Uyg'ur imperiyasi coğrafyalari olsun, Hunlardan tortib, endi hisoblab kelsak, tarixdan buyon biz oldi bilan shu yiziq madaniyatiga o'tgan bir xalq bo'lganligimiz uchunmi nayt maqol tamsilga boy bir xalq. Masalan, o'zingni ching tut, qo'shningni o'g'ri tutma deydi. Endi hozir bizningki ziyoli deb atalib olgan ba'zi atalmış ziyolilarninki shu xalqimizni tuyuq yo'lga, ya'ni taslimiyatchilikka zo'rlayotgan bir vaziyat bor hozir. Bayi Abdurimjon deb o'tib ketgandek, garchi qalbida mustaqillik bo'lsa-mu, ammo o'ttirg'i chiqamayotgan oltinlar bor. Endi bu oltinlar qachon shu parlab oltinligini ko'rsatkichi orliqda ma'vu dashqonlar bu yerda davr surayotgan gap endi bu yerda. Ham mishada xalqimizninki orasidami buningga nisbatan mas'uliyat bor deganim nima degan chog'da bu xalqimiz mandaq savollar tushyapti ba'zida. Voy, nihoyat yaxshi gap qildinglar. Masalan, shu jasorat seksiyasining ostidagi ba'zi ifodalarga va yoki boshqa to'g'rilardagi ifodalarga qarasam, mustaqillik, nihoyat xalqimizni irodaga, jasoratga yetaklaydigan so'zlar bo'lgan vaqtida mana mushtaq gaplarni qilsanglar, biz vatandan yangi chiqqandan keyin va yoki bu siyosatchi bo'lmagandan keyin biz qaysi yo'lda menishimizni bilmaydi ekanmiz degandek ba'zi gaplar chiqyapti-da, mana mushtaq gaplarni qilsanglar deydigan. Endi bu yerdagi masala nima degan chog'da shu qarindoshlarimizning deganidek, hozir biz elektronik davrda yashayapmiz. Bu sotsial taratqular bizning 20 yil, 10 yilning oldiga o'xshamaydi. Hozir bir telefonni ochsa, dunyodan xabardor bo'la oladigan, dunyoning ayniga bo'lgan bir holatda yashayapmiz. Bunda holatda men bilmabdi ekanman, men tarix bilmaydi ekanman yoki men siyosat bilmaydi ekanman deb o'zimizdan har bir Uyg'ur bu yerda o'zimizdan kamtarlik qilishning hojati yo'q bir davrda hozir. Shundoq. Telefonni, kompyuter bo'lmasa, telefon bo'lmasa, bir ko'chadagi internet kafega kirib bo'lsa-mu, bir dunyodan xabardor bo'lgan bir vaziyatda. Endi bu yerda bizningki xalqimizdagi oldi bilan xalqimiz o'zining qalbidagi irodasini bir taraf qilish kerak deb o'ylayman men. Nima uchun bu yerda xalqimiz o'zining qalbidagi irodasini bir taraf qilish kerak degan joyda bu yerda nayt oson ikkili so'z bor. Mustaqillik talab qilamsa yoki Xitoy bilan birga yashab
o'tadigan taslimiyatchilikni talab qilamsa deganli ikkili nuqta bor. Shu butun so'zlayotgan, aytayotgan bu jangi jidalning hammasi mustaqillikmi? Ya'ni sen bir rasmiy o'zingning Deyxan tilida aytgan vaqtimizda, zag'ir tilida aytganda o'zingning davlating bo'lib Uyg'ur egidorchiligini Uyg'urlar boshqargan bir davlat qurib, mayli uning ismi Sharqi Turkiston bo'lsin, keyin Qashqariya bo'lsin, Uyg'ur bo'lsin yoki nima bo'lsin. Ashu bir mustaqil davlatni qurib chiqib, shu yerda o'zingning davlati deb yashag'ing bormi yoki bo'lsa Xitoy bilan billa ashularning bo'yinturuqi ostida qul bo'lib yashag'ing bormi degan ikkili masala. Hamda mishada ziyolilarga hammani otib qo'yishga bo'lmaydi-ku. Boy degandek xalqimiz uyg'onish kerak. Hozir men o'qimabdim, ziyoli deb qoldik. Men o'qimabdiman, men siyosatdan xabarim yo'q-ku deydigan narsalar bahona bo'ladi-ku. Bu hozirgi davrda bir yeziq bilmasa, quloq bo'lsa, pang bo'lmasa, so'zlayotdi. Hem dünyada so'zlanyotdi. Uyg'urcha, Türkçe bilmasa Uyg'urcha so'zlanyotdi. Uyg'urchani men ko'ni yoziqni o'qimaydi ekanman desa, yangi yoziq yozilyotdi. Chiqilib bu yerda bahoni topadiganga hech qanday bahona qolmadi. Hamda mishada xalqimiz shu narsani bir Uyg'ur o'zidan so'rash kerak oldi bilan. Mustaqillik talab qilamdim, men o'zim unda qilqi yurakni tutib turib gapirish kerak deymiz-ku, bu yurakni tutib ketib, men zodi qalbimda mustaqillik talab qilamdim. Yoki bo'lmasa men Xitoylar bilan birga yashab ketadigan bir qanjiq ish bo'lib ketishga roziman degan narsani so'rasa, maydon aniq bo'ladi. Hamda shu narsani so'ragandan keyin nima bo'ldi desa, hamda ziyolilarningki yozayotgan men ziyoli deb yozayotganlarning yozgan, davatgan, aytayotgan so'zlarining masalan Abduvali Ayubdek 10 bet bir narsani yozib yoki bir yo'g'on kitobni yozib, bu yerda birli deydigan gap bor. Masalan Abduvali Ayubning qancha varaq birini yozgandan qat'iy nazar ashadi birli degan gapi bor. Mustaqillik mening e'tiqodim emas deydigan. Endi shu gap muhim. Uningki falsafasi, uning ilmiy gaplari bizning burun Uyg'urlar tushunmaydigan farscha, arabcha gaplarni qo'shib she'r yozgan shoirlarni yomon donliq shoir deb olgan bir shifochi, bilmagan gapni qo'shib gapib olsa. Shuning o'xshash bu inglizcha atalg'ularni, buni qo'shib yoki bo'lmasa dunyodagi siyosiy kalimalarni qo'shib yozgan narsalar bilan bu to'g'ri yo'l deganlik bo'lmaydi bu yerda. Bu yerda shu negizlik demoqchi bo'lgan 10 bet birini yozsa deydigan birli jumla gap bor. Mustaqillikmi yoki yo'qmi? Mana demoqchi g'ayri nima desam, men mustaqillik talab qilmayman degan gap bu. Bu faqat shu suvab eski to'noning ustiga kalining po'qini surkigandek surkalib olgan narsa bu. Hamda bu yerda yig'ib aytgan narsa oxiri men mustaqillik talab qilmayman, bu mumkin bo'lmaydigan narsa. Xitoylar degan bakjiq butun degan gapning oxir negizlik yeri mustaqillikqa men ishonmayman, bu mening e'tiqodim emas deganlik. Mustaqillikqa men ishonmayman deb xato xalqimizni butunlay taslimiyatga targ'ib qilayotgan bir ideya. Hamda xalqimiz agar o'zidan shu har bir Uyg'ur bayman degandek mustaqillikmi yoki taslimiyatchilikmi, ishg'oliyatmi deganning ikki savolni so'ragan vaqtida shu insonning yozayotgan narsaninki men bu yerda shu insonga qarshi bo'lish deganlik emas. Masalan ba'zi insonlar bugun birini deb bir oydan keyin boshqa birini deyish mumkin, o'zgarishi mumkin inson. Masalan hozir men Amerikada yashayapman. Bizning Amerika Uyg'urlari birlashmasining raisi Quzatma hozir 2 oyda bir 2-3 kunda bir o'zgarib turyapti. Men aytganda qo'psam va Quzat yana qaysi tarafni tanlagandi, mustaqilliknimi yo Ilhom To'xtag'un institutininki taslimiyatchi fikrini qo'llandiganda bugun yo'qimsa mustaqillikni qo'llandiganda deb nima deydiganda deb qoldim-ku hozir.
Şunun o'xshash o'zgarishchan insonlarmi bo'ldi. Ammo mening fikrim nima degan chog'da Allohga shukr, ya'ni Quzat agar yana o'zgarib qolmasa, bu yerda Quzatni ismini atiga ayirib, shu mustaqillik talab qilmay deb qasam ichib qo'ydi tunugun. Allah qabul qilsin shu qasamini. İnşallah şu meydanida Allah Taala şu meydanidan yani başka meydanga o'zgartmasin. Çünkü burun başka meydanlarda turib, amma to'g'ri yo'lga, ya'ni iymonga qaytib keldi deyli. Hozir iymonga qaytib kelgan odamni Alloh kechiradi. Amma bu yerda murtad bo'lib ketishdan Alloh saqlasin-da. Ya'ni iymondan cheklab, ya'ni qaytadan bu o'zining iymonidan yanmaslikni hammamizga nisib qilsin. İnşallah bütün xalqimiz şu o'zininki e'tiqodi, iymonida qolsin. Shunga o'xshash bu yerda xato yo'ldan yenib mustaqillik yo'liga kelganlarni qaytadan ularning orqasidan gapirib, sen bu yo'ling xato, bu deyishga hech kimning haddi emas. Xato yo'ldan yenib to'g'ri yo'lga kelganlarni quchoq etishimiz kerak, quchoqlashimiz kerak. Hamda o'sha boyi deganimdek mustaqillikmi yoki taslimiyatchilik, ishg'oliyatni qabul qilamdim degan savolga o'ziga maydonini belgilasa, dashqal ziyolilarga yo'l qo'ymaydi bu yerda. Ularning yozgan materiallari, so'zlagan so'zlari bozor topolmaydi. Ammo Abdurimjon degandek, shuning bilan bir vaqtda bizningki oltin darajasiga ega bizning ziyolilarimiz o'tirg'i chiqish kerak. Men shunchalik so'zlayman. Men yerda ikki og'iz gap qistirib qo'yay. Abay Abdurimjon bir gapni o'tirib qo'ydi, hamda boshqalarning degan gapini dedi-ku, masalan 1 milliard 200 million Xitoyga biz ko'zim ko'rindi degan gapni qildik-ku, hamda yomon ko'rib. Bu yerda undaqlarga mening beradigan javobim Şərq Türkistan xalqının tarixini oxub baxsın. Bu yerdə hətta Xitayның tarixini oxub baxsın. Xitayның tarixidan tatib ularning adimijiq bo'lgan, aholisine ait ko'p bo'lgan. Lekin Xitayni necha ming yil tarixida kimlar bosh qo'ygan? Uyg'urlar bosh qo'ygan, Mo'ng'ullar bosh qo'ygan, Manchular bosh qo'ygan va shuningga o'xshash o'zlari osonlik degan millatlar bosh qo'ygan. Bu faktni unutib qolamiz. Endi yana bir fakt o'tirib qo'yay, Yevropadagi davlatlarni olaylik. Yevropada men masalan o'tganda Iceland degan davlatga bordim, ularningki aholisi 500 mingga bormaydi ekan. Lekin ashlar davlat sifatida ashada hamda xili dunyoning oldidagi davlatlar qatorida yashayotdi. Norvegiyani olaylik, Finlandiyani olaylik, ashadagi Yevropadagi nurg'un davlatlarni olaylik. Ashlarningki aholisining soni 2 million, 3 milliondan iborat. Shundaqmi? Endi bu Xitoyning 1 milliard 400 ming adam Avazga chiqib ketdi. Hozir keladi, bu odamniki internetda biza qashil suvoda qiladi. Hozir yo'qolib ketib qaytib kelgan. Bu odamning gapi uzilib qoldi. Biz o'zimizning gapini davom qilaylik. To'g'liqqa hozir o'xshaydi uni. Mana Tahir Mutallab Qohiri degan qarindoshimiz bir gapni bir qancha qatim dedi, takror dedi. Ya'ni kasb egisi bilan ziyolini farqlantirishimiz kerak degan gapni dedi. To'g'liqqa qaytib kelgan baynim bo'ldi. Ya abay so'zlayotdim, sen uzvatding. Ya sen anglamading. Ya men uzvatmadim. O'zingizning ovoz uzilib qolib qaytib o'xshadi. Nimaga chaqilma herhalde şu internet anlatışı o'xshaydi. Ya men mening gaplarimni oldinglarmi? Anladım. Kompyuteringga chaqilma herhalde işte turuyorsun ha? Abay gapim tugmaganda men shu nima to'g'riliq ma'u hamdaligi Xitoyda 1 milliard 400 ming xalq ko'zimiz ko'rindi. Ularga yomon, ularni kuchli ko'rsatib, ash deganlikni hamda asosan bir taslimiyatchilik deb bayon qildim-ku. Buni misollarni ilib, masalan, Yevropadagi ushaq davlatlar, andikin Sharq Turkistonning tarixi, dunyo tarixini surishtirgan bo'lsa, u
bir millatning adimining sonining jiqligi bilan endi uni jazman u yerni egallab turish degan mansib bu bir qamlashmagan bir xato mansib. Agar shundoq bo'ldi ekan, hozir masalan Amerikani olaylik. Amerikada dunyo bo'yicha eng qudratli davlatni olgan chaqda Amerikaning aholisi 340 million atrofida. Endi Xitoy degan 4 as chiqdi shuningga. Endi Xitoy Amerikadan boshqarsa olamda, u agar shu mansib bo'yicha o'ylagan bo'lsa, Xitoy degan butun dunyoni boshqaramiz degan nazariyasi shu to'g'ri nazariya degan ko'z qarash keldimiz-ku. Bu nuqtani bayon qildim. Endi yana bir narsani demoqchi bo'ldim. Abdurimjonningki o'tirib qo'ygan nuqta qarda, masalan, albatta men buni burun deb kelyapman. 99% Uyg'urlar o'zining ish ko'nglidan mustaqillikni xohlaydi. Lekin amaliy ahvol qanday bo'lyapti deganda, shu bir qism men Xitoyning gapini olay. Xitoyning gapi bo'yicha bir qism bir turkumma bir uchum ideyasi irodasi yo'qlar shu xuddi Sharq Turkistonliklarni mustaqillikni xohlamaydi degan bir ko'z qarashni tarqab kelyapti. Uningga taqobil tura olmay kelyapmiz. Nima? Endi mening tushuncham bo'yicha endi bir qism qarindoshlar balkim bu tushunchamni toza to'g'ri ko'rmasligi mumkin. Bu Uyg'ur ziyolilar jamoati deyli, community jamoat deb olamiz-ku deyman jasorat. Bu shu Uyg'ur intellectual community, Uyg'ur ziyolilar jamoatini asosan ikkiga bo'lgan bo'ldi. Bir tarafi nima deganda mustaqillik irodasini tikilgan nima degan Abdurimjon degan irodasini haqiqatan tikilgan, haqiqatan shu mustaqillikni bir asosiy ideya qilib konkret ishlarni qilganlar. Bularni biz mustaqilchilar deb olamiz-ku, men shu gapni deyman. Yana qolganlar qanday deganda ular mustaqillikni albatta mustaqillikni xohlaydi, mustaqil bo'lib qolsa, masalan Abdurchitamdoq, shu Xitoyning hozirgi boshqarayotganlari bo'lamdi, Nurbeklarni aldan tortib misollarni olsa, ularni albatta mustaqil bo'lib qolsa, ularni xohlaydi, shundaymi? Lekin bu ikkinchi turkum odamlar qanday deganda autonomy minded intellectuals deymiz. Buni avtonomiyani xohlaydigan ziyolilar. Bular gerçi işçide mustaqil bo'lsaqmi bo'ladi albatta, meningmi ümidim shu deb qo'ygan bilan u alqindak iroda tiklanmaganlikdan bularning qilayotgan harakatlari, deyotgan so'zlari, ta'sirlari u Uyg'ur uchun emas, Sharq Turkistonning mustaqil uchun, Uyg'ur uchun bütün bir ziyankeşlik işlerini koydu. Bunda sözlerini qilgandan keyin qilmay o'zining tadqiqotini qilsin. Agar doktorligini qilib, fizikning ishlarini qilib, matematikasini qilib yuraversin. U yerga chiqib, ekran oldiga chiqib olib, haliqi X wordni ishlatib, Xitoydagi Uyg'urlar deb ashtar degan gaplar Uyg'urga ziyni bosib olgan hiç qanday foydasi yo'q deb qarayman. Xuloslab aytgan chog'da Uyg'ur ziyolilar jamoatini ikkiga bo'lgan bo'ldi. Mustaqilchilar, avtonomiyachilar. Avtonomiyachilarga qat'iy biz yo'l qo'ymaslik kerak. Avtonomiya yo'lini talab qilayotganlarni har qanday vaqt chiqib so'zlagan chog'da biz ularga qarshi chiqamiz. Chunki Allohning dunyoga ko'rsatayotgan ta'siri yomon, ularni ko'rsatayotgan ta'siri. Chunki ular nimaga ko'rsatyapti deganda Uyg'urlar Xitoylar bilan yana demokratik sistem qursa, yana yashab ketalaydi degan mundaq bir hukm taqdiryapti. Shu bu haqiqat. Jasorat Mishel, men bir narsa qo'shib o'tsam, men muhim bir narsani o'tirib qo'ydi, to'liqam. Endi hozir shu xalqimizning orasida munofiq, xoin, bu degan gaplar o'tirib chiqadi-da, to'li chiqadi bu gap hamda. Munofiq degan bu dinga ixonat qilgan odamni munofiq deymiz-ku deyman. Xatolashmasam, mening diniy saviyam ustun emas. Ammo xoin deganlik, endi satqun deganlar bizning Uyg'urcha tilda bir millatni, davlatni satqanlarni satqun deymiz, ixonat qilganlarni. Endi buningda
xalqimizning orasida aldiraplı voy bu xalqlarni satqun deb ketmayli, nimishki bu aldiraplı satqun deysizlar deydigan bir gap bor-da hozir. Balki satqun, xoin degan gap chiqqan vaqtida. Endi bu buningda yana shu maydonning, abay men degan maydonning aniq emasligi. Endi hozir bizning xalqimizda satadigan nima bor? Hozir bizning toprak ishg'oliyat ostida bu masalalarni zag'ir dehqon tilida shu aniq demagichi bir nimalar yechilmaydigancha bu yerda. Bizning davlatimiz yo'q. İşgal aslında, toprağımız işgal aslında, bütün halkımız ayada zulüm aslında. Yani bizde erkinlik diyen nesidin zerrecilik nesi yok. Devletimizin ismi özgertilip, apırıp bir yerde Export ulan Şinjan deyilevatıdı bir yerde. Hem de bizdeki hain, satkın kanda olalaydı diyen çağda şu vatanının işgal kılıp vatanını xalqini ezib, bütün Uyghur xalqini dunyodan yo'q qilib, o topraqning ismini boshqa bir ismni qo'yib, mushundaq deysa, deyishni qabul qilganlik o'zi satqinlik bo'lmay nima bo'ldi endi. Bu yerda shu X-wordni, shu Şinjangda turib davrayli shu Şinjang deganni o'zi og'zida ba'zilar deydi, bu tashviqot o'rnining davosida men nim deyman deb, masalan aşağıda özünün ata-anasını ya urug' tuqqunni ya Uyg'urning meselelerini o'tirib chiqib, ayada birisi qo'pib, Şinjang desa, ashunga qarshilik bildirmaslikmi bir satqinlik bu. Bu bino bizning sotadigan narsamiz qolmadi. Bizning sotadigan hech nimamiz yo'q. Faqat nimamiz qoldi degan chog'da shu milliy iroda qoldi va mustaqillikning mutlaq mustaqilligi bo'lgan e'tiqodimiz qoldi. Nima uchun Abduvali Ayubdeklar mustaqillik mening e'tiqodim emas deb yozdi degan chog'da shu qolgan narsamiz shu bizning. Uyg'ur xalqining qalbida qolib qoldi. Hech nimamiz yo'q hozir. Uyg'ur xalqining qalbida qolgan shu mustaqillik irodasini julib ilish uchun qilayotgan bir satqinlik bu. Shuning uchun bu yerda Şinjang deb atash va uningga yo'l qo'yish ve yakımsa mustaqillikdan xalqimizni voz kechkizish degandek bu hareketlerinin hemmisi vatan millat satqinligiga kiradi bu. Shu. Baya men tilg'ab o'tgan ma'voliqi qoyir mutallab Tahir Mulla Qoyiri degan qadimishimiz o'tgan qatimmo dedi, bu gapni bu qatimmo yana yozibdi. Biz Uyg'urlar deydi, shu kasb egalari bilan ziyoli degan gapni ayirib etsak, bu hamma shu o'qiganning hammani ziyoli atib olish to'g'ri emas deydi. Masalan, osmon jismlarini tadqiq qilganlar kelib siyosatkorlik oldi. Siyosatkorlik deb nada taqtuqqa qildi. Burun doktor bo'lganlar qo'pib hozir strategiya mutaxassislar davlatniki yo'l xaritasi bilan sizman deb shurdi. Endi hozir bizga nimishqa xalqimiz ziyolini tilga oladi deganda, shu ziyolilar bizni to'g'ri yo'lga boshlamdiki, haqiqiy bir mustaqillikni o'ziga e'tiqod qilgan bir ziyoli bizga chiqib yetakchilik qilamdiki ishimizga, xalqimizning irodasi mustaqillik ekan, bizga shunda o'qigan bilimi bor, ham mustaqillikni o'ziga qiblinoma qilgan, ham e'tiqod qilgan ziyolilar chiqib bizga yetakchilik qilamdiki degashga, xalqimiz bir liderni topolmag'achqa ziyoliga ehtiyoji bo'lyotdi. Ziyoliga iltijo qilyotdi. Mush qarindoshlar sizlar erkin ömrüm deb baqsanglar, shu do'stimizning fikriga qo'shilamsizlar. Ya'ni o'qigan bo'lsalar, palani kasb o'qigan bo'lsa, doktorlik unvoni bo'lsin, ziyolimi yoki vatan millatga o'zini atagan, mustaqillikni e'tiqodi deb bilgan, ham xalqimizga to'g'ri, haqiqiy to'g'ri yo'lni ko'rsatib bera oladigan, ham xalqimizning to'g'ri ovozini dunyoga anglata oladiganlarni ziyoli deyishimiz kerakmi? Jasorat mushadi gapingizga men ikki qiz gap qo'shsam bo'lamdi. Biz Uyg'urlarning ziyoli degan hukmga bo'lgan tushunchamizni o'tgan qatimda Abdurimjon qarindishimiz bilan Umid qarindishimiz nihoyat yaxshi ta'riflab berdi. Endi xos ism, umumiy ism deydigan ikkiga bo'linadi bu ism degan narsani hammamiz bilamiz adabiyotda. Umumiy ism desak, bayam Tug'luq apandim aytgandek, bu ziyoli deb shu maktabni bitirib, oliy bilimga ega bo'lganlarning hammani ziyoli desak xatolashmaymiz. Umumiy ism bu. Hem de xos ism deb shuni ayirishga to'g'ri kelib qolganda
vijdon g'ururi bilan vatan millatning mustaqilligi uchun tug' ko'tarib oldida mang'algan ham mang'allarga yar yo'lak bo'lgan mo'risi tirab berganlarni bizning haqiqiy Uyg'urlarning ziyolilarimiz deb atsak xatolashmaymiz. Bu To'g'ri gap qildi. bo'lishqa Gapingiz tugadi, davom etishyapsiz. To'g'liq efendim siz bilasiz bu PhD doktor degandan-ki unvonni elish uchun az deganda 4 yildan 5 yilga qadar kuch sarf qiladi, buning zehni sarf qiladi, professorlarning keyin yuridi, nurg'un tadqiqot temalar qatnashdi. Endi shu diplomni olgandan keyin bir PhD doktorning o'zining atrofida o'zi taniydigan xizmat munosabati bilan, o'zining xizmat doirasi bilan bog'liqlik bo'lgan az deganda 5 dan 10 dan PhD bo'ladi. Agar shu PhD doktor o'z xizmat idorasi joyida ishlayotgan bo'lsa, uning qo'l ostida atrofida masterlardan falan bo'ladi. U doktor o'zining xizmat doirasida yana nurg'un undergraduate, ya'ni o'qiyotgan, universitet o'qiyotganlar shu kuchidan foydalanib vatan millatning mustaqilligini targ'ib qila olsa, bu zo'r kuch bo'ladi. Bu zo'r kuch bo'ladi. Agar mushuning o'sha vatan millatning mustaqillik tug'ini egiz ko'tarib, o'z doirasi atrofidagilarga targ'ib qilib, vatan millatniki mustaqilligi lozim bizga, bizning Uyg'urlar mushunda holatda qoldik deganni tashkil qilayotganlarning o'zimi bizning suyundigan ziyolilarimiz qatorida hisoblanadi. Endi oxirida ikki og'iz gap qo'shib qo'yay. Biz o'zi ziyoli deb atavagan har qanday bir ziyolini hurmat qilamiz. Ammo xalqimiz bir dengizga o'xshatsak, agar u ziyoli o'z navbati kelganda o'zining maydonini, o'zining mustaqilligi bo'lgan irodasini ifodalab berolmay, aksincha taslimchilik ifodalab qolsa, dengiz xuddi yo'q shu buyuk kema va parxodlarni g'arq qilib o'tgandek, xalq g'azablangan vaqtingizda sizdek ziyolini bir tiyin qiladi. Beshidan egiz ko'targan davrdan o'tib ketgan bo'lsangiz, yerga urib yakson qilib o'tadi. Xolos gapim tugadi. Rahmat. Buningga mening qo'shimcha menda fikrim borda, endi bu ziyoli deganni-ku uni bu hukmning abay men deb o'tdim, men uni tasvirlashga biroz vaqtim yetmay qoldi. Mencha endi ziyoli qanday qilish kerak deb u o'qiganlar odam bo'lsa, uni ziyoli deyishga bo'ladi. Ammo u ziyoliga bir aniqlama, masalan, Uyg'ur ziyoli bo'lish uchun uning bir shart bo'lishi kerak. Bu nima shart deganda, shu Sharq Turkiston mustaqilligi uchun, Uyg'ur uchun shu bir tuhfa qo'shyapamdi degan bir aniqlik berish kerak-ku. Endi men bir misolni deb o'tay. Endi Amerikada shu 2-Dunyo urushining burun ta hozir shunday bo'lyapti-ku, dunyodagi butun dunyodagi shu atoqli olimlarni, atoqli ziyolilarni bu yerga yig'ib kelyapti. Bularning ichida masalan Yahudilarni olaylik. Yahudilar shu dunyoviy atoqliq nima, shu fizikninki nimasi father deydi-ku, otasimi, fizikning otasi bo'lgan Albert Einsteinni nihoyat hurmatlaydi, ko'tirdi, butun dunyoni maqtab keldi. Einstein u nisbiy nazariyasini chiqarganlikdan danqi chiqqan emas. Mana nuqtani aytib bilaylik. U xoningdan danqi chiqqan deganda Yahudilarni qutuldirish uchun o'zi Amerikaga kelgandek 39-yildir deyman. 39-yil Amerikaga keliblar bu yerda meningki qildigan ishim fizik emasga, Yahudilarni qutuldirishga deb Yahudilarni tashviqot qilgandan keyin u Yahudi ziyolisi bo'lgan. Agar u o'zining kasbini qilib yurgan bo'lsa, Yahudi ziyoli degan, Yahudi olimi degan unvonni olamagan bo'ladi. Shuning uchun bu Uyg'urlarning ichidagi o'zlarini ziyoli deb olganlar, ham ziyoli deydilar deymiz-ku, masalan, o'zi kasbiy jihatdan doktorlikni qilib, kasbiy jihatdan kasbiy egasi bo'lib, master yana bir nimalar puturib, kasblarida bir nima bo'lgandiki, albatta u ziyoli bo'ldi, uni ziyoli emas deb ketgan olmaydi. Lekin ani Uyg'ur ziyoli deyishga bir cho'ng savol belgi qo'yish kerak. Mening javobim shu. Buningni jastlab bir bo'lgandan keyin biz hurmatga sazovor bo'ldi. Bu nima hurmatga hech qanday hurmatga sazovor bo'lmaydi, chunki u agar o'zining kasbini qilib, kasb jihatda fizikada olamdı, matematik olamdı, kimyada olamdı, coğrafiyada olamdı, astronomiyada olamdı. Yani nurgun kasblarda kasb egisi bulup da
Andikin kopup ya da Uygurlarning mustaqil hareketi karma karşı tutulgan mesela Uygur ziyali emas, Uygur ziyalilarning düşmanı oldu. Uygurlarning düşmanı qatarıdır. Bu yerda biraz sözlük ketdi cevabım bir şey bo'lsa. Jasorat, men bir ikki qiz gap qo'shib qo'yay, xulosa tariqasida. Ha bo'ldi. Endi o'tgan qitimda yuqori tafsillar yomon kari gapga ketganmiz. Yoki men shu vaqtda bir nimani o'tirib qo'ygan edim, sal mujmalroq. Ziyoliga berilgan huquq, ya'ni har qaysi davrda, har qaysi millatga qarta ilib berildi deb. Endi vatanning o'zida biz Urumchi universitetini bitirib kelgan bolalarni 20 yoshli bolalarni ziyoli deb oladik shu chaqda. Ziyoli keldi, voy ziyoli deydik. Endi universitet deganda men Germaniyaga kelib qarasak universitet deganlar o'sha bolalar hisoblanadi ekan yerda, cho'ng ish emas ekan u. Endi g'arbniki o'lcham bo'yicha aytgan chaqda asosliq ma'lum bir kasbda diplom olgan darajaga yetgan bir o'lchamni tushundik emas endi. Mana chiqdi. Endi men to'g'rilikdan yaxshi aytdi. Ma erkin kambil ikisi bir-birini to'liqlab aytdi. Uyg'ur ziyolisi deb, xos ism bilan Uyg'ur ziyolisi degan chaqda. Bu yerda Uyg'urning ziyolisi qanday bo'lish kerak degan chaqda diplom tatbiqini qo'yib turaydi. Biz endi men qaytib kelib ziyolininki tunji bosh tushunchasiga. Uyg'urning ziyolisi qanday bo'lish kerak degan chaqda mustaqillik uchun fikr chiqarish kerak deganlar bu o'lcham bo'lmasligi kerak. Ya'ni nimaga ehtiyoj bo'lgan chaqda xalqning o'zi nimaga ehtiyoj bo'lgan chaqning o'zida shu ehtiyojini ma'naviy jihatdan yo'rtib bera oladigan, ehtiyojiga qarata xalqningki tafakkur o'lchimini turg'izib bera oladigan. Ondan keyin bu xalq boshqa bir narsani ehtiyoj his qilyapti, aslida bu to'g'ri emasdi. Aslida mundaq bir narsani orzu qilish kerak deb uningga xalqning orzu qiladigan, xalq o'zi talab qiladigan, xalq uchun manfaatli narsani ko'rsatib bera oladigan bo'lish kerak. Ziyoli deganiki. Endi vatanning istediki, Esaq Turg'un Almasning o'zi tarixiy jihatda Uyg'urlarningki tarixiy ehtiyojini bo'shlig'ini bir qatim qondirdi. Uyg'urning ziyolisi deb atadik. Abdurahim O'tkir apandi, ondan keyin Zo'rdun Sabir qatarlıq usmini sanab kelsak yamanchiq 100 ming'lgan, 10 ming'lgan ziyolilar bor, dangliq ziyolilar. Bularning o'zi xalqningki tafakkurini to'liqlab berdi, adabiyot orqali tushunchisini, u xalqning o'ziga o'zini tunutdi. Xalq qanday o'ylash kerak, bu xalq nimani tushunish kerak, bularni o'rgatdi. Mushlarning o'zi shu davrda 80-yillardagi vaziyatda Uyg'urlarning ziyolisi deb atalgan. Endi chet elda vatanda hozir butun chegaradan ayirib turibdi. Biz chet eldagi Uyg'urlarga nisbatan aytgan chaqda chet eldagi Uyg'urlarga shu bugungi vaziyatda Uyg'urlarning ehtiyojini qamday kishi qanday ziyoli bo'ladi degan chaqda endi qarindoshlarimiz aytdi, Uyg'urlarning mustaqillik uchun yetaklayalagan. Uyg'urlar hozir tugash qilyapti. Endi Uyg'urlarni qo'yib, tilingni yaxshi o'rgan desam bir ziyoliniki vazifasi. Tarixinglarni yaxshi tadqiq qilinglar, tarix o'rganmasang bo'lmaydi desam bir tarixchi ziyolilarniki o'zining bir kasbiy nuqtadan aytgan chaqda o'zining yetaklash nuqtasi. Ondan keyin Uyg'urlar zodi butunlay pul tepish kerak. Pul bo'lmasa hech nima qilib bo'lmaydi ekan deb iqtisodiy sohadan o'zining kasb bo'yicha fikrni o'tirib qo'yib, bunda qilganlarmi shu xalqning ehtiyojini men qamdayapman deb o'ylaydi. Ammo hozir vatanimizda bu tilda so'zlaydigan millatning o'zi, bu tuproqda yashaydigan millatning o'zi tugayotgan bir tugash xavtriga yo'liqqan chaqning o'zida Uyg'urlarga qanday ziyoli kerak degan chaqda o'zilkisini bizga mustaqillik kerak deb ko'chaga chiqib yetib olishga undayalaydigan Uyg'urning ruhini shundoq urg'utib fikrini, tafakkurini shundoq julaltalaydigan bunda fikr ahli ziyoli bo'lishi lozim Uyg'urlar uchun hozir. To'g'ri. Nimishqa degan chaqda hozir suhbatning beshida sen bir nimalarni ko'rsatding. Donald Trumpning suhbatlarini ko'rsatding, virusda. Birinchi nimada Yaponiya hujum qilib vayron qilganlikning jazosida Yaponiyaga qaytarma zarba berdi Amerika. Ikkinchi qatimda 11-sentabrda Talibanlar hujum qilgandan keyin buningga qaytarma zarba berib Afg'oniston bilan Iroqni oldi Amerika. Endi uchinchi qatim xuddi shuning o'xshash Amerikaga og'ir darajada ziyon solgan bo'ldi bu virus.
deb yana shu qatag'i tizgan bo'lsa Donald Trump, ya'ni demak buning javobgarligini Xitoy ustiga oladi. Biz buning mas'uliyatini surishti qilmasligini agar Amerika va G'arb davlatlari Xitoyga hujum qildi deb qaraylik. Deb misol olib. Mushu chaqning o'zida Uyg'ur millati umumyuzlik chet eldagi bütün Uyg'urlar cho'kilib ketishi kerak. Bizga mustaqillik kerak. Agar Xitoyga sizlar mustabir jazo yurish qilib qolsanglar, bizning talab qilganimiz mustaqillik. Agar biz mustaqillikni ola olsak, davlatimiz bo'lsa, Amerika bilan biz 100 yillik yoki 1000 yillik to'xtam tuzib, Amerika bilan savdo iqtisod hamkorligini o'rnata olamiz. Deb turib, Uyg'urlar mushunda ifoda bildirish kerakki, Uyg'urlar mushun talab qilish kerak. Mana ziyolilar Uyg'urlarga buni ko'rsatib berish lozim. Belqida agar sizlar Amerika urush qilib qolsanglar, bizningki xalqimiz bek oz. Talbiy radikallar 35 milyon, 30 milyon davoladi. Amaliyotda o'sha yerda 11 milyon Uyg'urlar va 11 milyon Uyg'urning o'zi bir qatamliq bombaga chiqishmay o'lib ketdi. Bizga urush kerak emas, o'lim kerak emas, hayotlik kerak bizga. Xitoy bilan chiroyli bir muomala qilib, shu bizni Xitoydan ayirib shu biz kuyib qolgan shu Xitoy oshiqlarimizni bizni ayirib atmay, mana bir juplashtirib qo'ysanglar deb talab qilingan, mana Uyg'urlarga qilingan eng chong ziyonkashlik ziyolilarningki ziyonkashligi. Belki aqida e'tiqod deganniki din bilan bo'ldi. Bu mustaqillik, harakat falan piston degan narsa e'tiqod tasavvur qilinmaydi. Agar vatanning mustaqilligi deganni buni e'tiqod tasavvur ko'tirishdan gap bu xato gap. Buni orzu andikingizda ko'ngildagi bir orzu armon deb tushunish kerak. Deganlikning o'zi, ya'ni Uyg'urlarni bir qadar suslashtirish, belki maydonga sakrab tushib Zaten Amerika urush qilib qolsa, janimiz pida deb tayyor bo'lib turadigan bir tayyor holatni Amerika bilan diplomatiya o'rnatib, G'arb davlatlari NATO bilan diplomatiya o'rnatib, bizga mustaqillik kerak deydigan, aloqa qiladigan tashkilot va rahbarlarning o'ziga aslida shunday bir fikr o'lchimi ko'rsatib berish kerak ziyolilar. Buni zot sen talab qilganchag'in nima deysa, o'zil kesil bizga mustaqillik deb shunday talab qilishing kerak deb rahbarlarga, tashkilotlarga ko'rsatib kerak. Andakin xalqlarning mushuning bilan ruhini, tafakkurini uyg'otish kerak. Mana bu endi Mustaqillik Qohira qarindishimizningki so'rmoqchi bo'lganim shu. Bizga hozirgi bu ziyoli degan nisbiy masala, nisbiy atalg'u, nisbiy hukm. Bu mutlaq hukm emas. Hozirgi nisbiy hukm nima? Hozirgi davrda bizga mustaqillik yo'lini ko'rsatib beradigan, xalqimizni va tashkilotlarni mustaqillik undalaydigan, mustaqillik ro'yini urg'uta oladigan mundaq bo'lish kerak ziyoli deb hozirgi jihatda buni talab qilamiz. Agar vatan mustaqil bo'lgan chog'da ziyolimiz qanday qilib degan chog'da vatan mustaqil bo'lgan chog'da u yerda fan taraqqiyotni olg'a surish uchun rag'batlantiradigan, fan texnikini o'rganish, butun vatan xalqining o'zini taraqqiyotga undash mo tarafning o'zi ziyolilarningki majburiyati bo'ldi shu vaqtning o'zida. Endi men shuncha javob beray hozircha. Rahmat. Ümit sizga qo'shimcha qilganing bormi bu vaqtda yo? Men biroz qo'shimcha qilib qo'yay. Masalan, shu Abdurimjon dedi, hozir ziyolilar nayt yaxshi mazmun bo'ldi. Endi mana hozir bo'layotgan masala naq shu masalacha hozir dunyoda nima bo'lyotdi degan narsani analiz qilish. Hamda hozir birinchidan ziyolilarningki qildigan ishi shu dunyoni to'liq analiz qilib, dunyoda bo'layotgan ishlarni mesela hazır bayı sen başta özen koyup ötken şu videoda deginindek hazır Amerika hakikaten bir uruş üstüde. Yani Xitay bilen. Amerikalar emas hesapta dünyadaki demokratik devletler hazır uruşta. Bunu biz uruşta deyiş bayı sen degendek avtomatni ilip yakomsa aeroplan bilen bir yerine bombalasılı uruşulmaydı. Mağmur bir uruş hazır. Hem de muşundak bir uruş vaziyeti de yana qo'pib Uyg'urlarning madaniyatini tanishtiraylik. Bu yerda san'at programmalarini tanishtiraylik deb, bu yerda san'at programmani qilib yurish, endi bu qandaq zihniyat, buni tushunishimiz kerak. Shuning uchun yana xalqimizda, buning mas'uliyati xalqimizda. Endi hozir yana bir narsa bu shu ziyoli degan vaqtida bu ziyoli deganni boya deganimizdek xalqimiz o'zi zodi Uyg'urning ziyolisi-mi? Ya'ni bu Uyg'urning Sharqi Turkistonning mustaqilligiga bu Uyg'urga nima ish qilib beryapti ma ziyoli deganni aniq ayirib o'tish kerak bizning xalqimiz uchun.
Masalan, men bir insonga shu insonning saviyasi, ziyolilig'iga qaragan vaqtimda nima deb qarayman desa, boya temaninki savaldagi kasb ahli mu yoki bu Uyg'ur ziyolisimi? Hamda kasb ahli mu deb nima deb qarayman degan vaqtida, masalan, hozir Uyg'urlarning ichida Amerikada bir advokat bor ekan desa, shu butun Amerikadagi bir ikki advokatning birisi shu o'xshaydi deb qolgan bir ish bor-ku. Shu voy Amerikadagi advokatga deydigan. Amerikada men sizlarga deb qo'yay, Amerikadagi advokat bu nihoyat muhim kasblardan birisi. Amerikada advokat bo'lishmi oson emas. Buning nihoyat yaxshi o'qish kerak qonunni. Ammo Amerikada advokatlik deganlik ko'chadagi mashina remont qilganlarga o'xshash jiq bir advokatga ega bir davlat ma'u. Chunki davlat qonun davlati Amerika. Qonun bilan mang'izlayotgan davlat bo'lganligi uchun siyosatimi qonun bilan mang'idi. Hamma narsa shu qonun bilan mang'anligi uchun bu davlatningki bu yerda advokat degan intayin ko'p narsa bu yerda. Bu advokatning ichida har xil o'xshamagan advokatlar bor. Masalan, men G'uljida vaqtimda butun G'uljida ikki advokat vardı. Shu G'uljida ikki advokat vardı. Uyg'urning ishidan chiqqan advokat. Ikkalasining ismi Abdurashid. Endi mushu ikki advokat butun Uyg'urlarning ishini advokatligini shular qiladi. Shuning uchun bu yerda demoqchi bo'layim nima degan chog'da, shu kasbningki bizning vatandagi ehtiyoj, bizning xalqimizningki shu kasbga bo'lgan ehtiyojiga asosan, ehtiyojiga qarabla bu shunchalik muhim bir inson o'xshaydi deb qolmasligimiz kerak. Ziyoli degan vaqtimizda bu. Bu yerda Amerikada odatdagi qonun, masalan, normalda siyosiy jinoyatlar advokati ayrim bo'ladi, ko'chmanlarning immigration advokati ayrim bo'ladi. İqtisadi advokat ayrım buludu, o'xshamagan azmunlarda ayrım advokatlar oldu. Hem de bizden Uygur halkımız bayi qarindoshlardan birisi deb o'tib ketdi. Fizika o'qigan odam mı bizden siyosatga aralashib amroq bo'ladi. Ayaqda matematika o'qiganmi amroq bo'ladi. Tamam, bu millat balki millatga bo'lgan suygidan bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ama bir yerda azroq chek chegarasi haddini bilish degan narsa bo'ladi. Har narsaning bir cheki, haddini bilish bor. Agar bir matematik chiqib o'zining matematik sohasida Uyg'urlarni qanday taraqqiy qildirish uchun Uyg'urlarning matematikasini ya fizik bilimlarda yoki dunyoni tunutishda, masalan, eng qisqasi tarjimonlik rolini o'ynalaydi shu ziyolilar. Dünyada bo'layotgan ishlarni aynan tarjima qilib berishni hisob. Uni xalqimiz o'z analiz qilib, yoki bo'lmasa, shu bo'layotgan urush dedik boya. Shu bo'layotgan urushlar, shu narsalarni xalqimizga to'g'ri yo'ldan tushundirish. Ammo akilib buni burmilab, boyaqa Abduvali ayıpladeklar. Akilib 1.5-2-3-4 bet bir narsani yezib, oxirida yakunlab akilib biz şu Xitoydan ayrılanmaymiz degan yerga ekelsa, bu xoin bo'ladi bunday inson. O ziyolilikdan chiqib, o o'zining haddini ishib, oxiri kelib, bu yerda boy deganimizdek Xitoyga sotadigan bir narsamiz yo'q. Xitoy bilan bir ustalda o'tirib, ashuni imzolab, birini sotqin bo'lmaydi. Shu harakatlar orqali xalqimizni taslimiyatga, Xitoy bilan birga yashashga zo'lash o'zimi ziyolini opirib, sotqinlik darajasiga keldi bu yerda. Endi shu mishada Ümitning gapidan bir esim kelib qoldi. Men bizning xalqimizning qahr g'azabini tashqizgan advokat. Xalqimiz uningga tukural deb ism qo'yibdi, tukur qatisi deb ism qo'yibdi. Tukural deydi ekan uni hozir. Burun tulki deb ataydi. Uning qalbida advokat. Endi bizning nazarimizda Ümit degandek G'uljida ikkala advokat bor deganga o'xshash advokat nihoyat oz bizda. Ya'ni uzun yillar o'qiydi, alohida aqlli qo'msunmaydi deydigan bir o'lchamlar bor-da bizda. Menmi burun advokat yomon cho'ng bilatida, bu guynong'asiylik advokat bo'lgandan keyin ajoyib bir nima o'xshaydi deydi, ammo to'g'liqqa uyda o'tirganda bir chaqchaq chiqib qoldi u yerda.
bu Amerika'da advokat birisi dedi ya, advokat degan ko'chada ketib o'tib put düşmüş, yiqilib tushsam bir advokatdan ustiga dum tushsa. Amerika'da çok ara cesaret. Amerika'da 1.350.000 advokat var. Vay bu. Ularga advokatlık kılalıganlar. Kılamay yüzgenlerden ben sana ötken depberdim go. Ben o şeylik bir şirket işleyen çağda bir kağızlı iliş için bikaga bizge işga işlep bergen. Hemmesi çoğ şu üniversitelerini tütegenler. Hem de bir yerde kılamen bir nesli değil, bir yerde hem de gipin tatap aldım ha cesaret. Bir yerde advokat diyen nesli çoğu yaman çoğ görmezlik gerek bir yerde. Advokat yanılı abay Ümit'le, Abdurrahimcan'la, Erkincan'la diyendek şu Uygurluğunu kıldı mı? Yani Şarkı Türkistan müstakillik için nimişli kıldı diyen gap. Eğer Uygur'un davasını özünün kesip bilip şu arkalık cambak kılgan bu mu meyli. Hem de lekin bu sahnelerge çıkan çağda bir sahnelerge çıkan çağda elbette ular İngilizceden haberi var. Kanunlarını bildi o eğer çıkıp Şarkı Türkistan'ga müstakillik, Uygurlar müstakilliğini halamdı degan sualgımı cevap veremeydiğin adam nem kıldı sahneye çıkıp? Bu ziyanlık yetkizip o hain. Şu yerde başka narsa emas. O bir yerde uzun gap kirişip ketmeyli. Biz şu ecdatlarımızı hazırgıça ayıplayatımız go. Müstakillikni kolumuzu keltirip beremiz dep. Ularning bir moncha uchun müstakillikni deb jurganlar, müstakillik uchun kurash qilayotganlar lekin amalga oshirolmadi. Shunami? Eshi davrlarda oshirolmadi. Hozir bir gap qilishga jur'at qilmaydigan odam o'zini Uyg'ur olimi, Uyg'ur advokat deb deyishninki hech qanday haqqi yo'q. Shu haqiqatan. Endi bu yerda yana bir buni men to'liqqandan gapiga bir narsa qo'shimcha qilib qo'yay. Endi masalan Amerikadan so'z ichilib kelib qoldi. Hozir biz Amerikada turayotganligimiz uchun endi men bu Amerikada 99-yilning yashayapman. Endi men bu taniydigan ba, tanimaydigan ba bu Amerikada hozir Uyg'urjiq. Ammo biz men 99-yilda Amerikaga kelsam, shu to'liqqanlar shu nima tarafga yangi ko'chib ketdik-ya, shu Washington, Maryland tarafga. Bu Washington, Maryland, Virginia, xuddi sen kelganda ko'rganingdek shu bu Washington poytaxt ikki shtatning o'tirdi biriga hamda amaliyotda bir shtatdek ba'zi o'tib ketsa qayerligini bilmay qolsa hamda shu vaqtlarda bir 20 necha Uyg'ur vatdik biz kelsak. Endi bu Amerikadagi haqiqiy ziyoli biz boyaqi diplomasi bilan ziyoli deyish to'g'ri kelsimi? Uyg'ur ziyolisimi emasmi deganni qo'yib turaylik. Shu diplomasi qarab ziyoli deyish to'g'ri kelsimi? Uyg'urlarning orasida shu mustaqillik uchun aktiv xizmat qilib kelayotgan, shu mustaqillik da'vosidagi tashkilotlarni, faoliyatlarni qo'llab kelayotgan nurg'un shu PhD, doktora unvoniga ega Amerikada muhim yerlarda ishlagan insonlar bor. Masalan, bulardan men o'zim nihoyatda yaqin taniydigan insonlardan, huddi qila oladigan insonlardan men deb beray. Masalan, bu to'liqqanninki ayoli Laladanmi shu Amerikada PhD o'qigan doktorlardan, ayol skills doktormalar skillsi. Ondan keyin Gulnaz Abduqodir deb balki hammalar anglagansizlar, Dunyo bankasida ishlagan burun mushada birin Uyg'urlardan sanoqliq Uyg'ur bu vaqtida mushada doktora chiqib o'qib doktorligini olgan ziyolilarimiz. U Gulnazamning yo'ldoshi Shuhrat Saidahmad deb akamiz bor. Shu tug'liqqanlar shu Shuhrat Saidahmad akalar shu hozir Dünya Uyghur Qurultayini Uyghur Amerika Birleşmesining shu elayotgan pullarining asli kelish manbasi birinchi qitim shu elingan shu $70,000 elishlarda boshdan oxir mushu pulni hal qilishga xizmat qilgan insonlar mana bu yerda Tug'liq Abdurazzoq aka o'tiribdi. Shu Shuhrat Saidahmad aka eng ko'p kuch chiqarganlarning birisi. Mushu pullarni hal qilishda. Hamda bu yerda nurg'un boshqa biz tanıydigan doktoralar, shu ziyolilar var. Diplomasi qarab ziyoli deydigan shu Mavlana Yasin akani o'zinglar bilsizlar. Shu Mavlana Yasin akaning Mavlana akamning ayolimi Amerikada PhD o'qigan bir ziyoli.
Şu Kaliforniyadalar nurgunu var şu müstakillik hareketlerini kollaydigan. Washington etrafıda var. Biz tanıydigan bevosita munosabat o'tadigan shu bizning jamoatning orasida o 10-15 yuqori darajalik ziyolilar var. Hammasi shu hatto sen shu Sharq Turkiston surgun hukumatniki qurultayga kelgan vaqtida ko'rding ashlarning jiqini. Ashlar shu mustaqillik deganning hamma yerida bor. Masalan, Solih bir faoliyat qilma desa, u yerda bor. Sharq Turkiston surgun hukumati bir faoliyat qilamiz desa, u yerda bor. Shu mustaqillik deganning hamma yerida bor. Hamda bu yerda nima uchun ziyoli deb taniltilayotgan bir necha ziyoli xuddi Amerikadagi birdan-bir ziyolidek ko'stilib, xuddi ashular ziyolilarning hammasi xuddi musho'laqa avtonomiyani talab qilgan. Masalan, Nuriy Turkiyalarga o'xshash biz Uyg'urlar mustaqillik talab qilmaymiz. Xitoylar bizni ashtaq deb ayiblaydi deydigan darajadagi satqunlik gaplarni qildiganlar nima uchun ko'pdak ko'stildi degan vaqtda bu va har xil sabablardan Xitoyninki qo'llashi bilan va yoki Uyg'ur xalqimizning orasidagi boyiq men degan biz mustaqillikmi yoki taslimiyatchilikmi Xitoy bilan birga yashashmi degan ayrimni ayirib etmaganligi uchun asta-asta bu bizning burungi media o'rinlarimizni, masalan, radio Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limini va yoki Uyg'ur Amerika birlashmasininki torbatlarini mavu hozirgi jasorat sahnasi, hozirgi mavu bizningki tordagi media, sosyal media axborot vositalarininki paydo bo'lishidan burun bu tashviqot o'rinlarini va tashkilotlarni mushular egallab olgan. Ben o'tgangi suhbatimizda deb o'tgandek Erkin Aliptekin kontrolligidagi bu siyosiy merkez boshqa bir oilaninki, ya'ni Gomin Tayvandagi Gomindanchilarninki xalqarodagi demokratik Xitoylarni boshqarish huquqi cho'ng quruqlikdan chiqqan Xitoylarning qo'liga o'tganligi uchun hamda bu yerda Uyg'urlarni kontrol qilish markazimi boshqa bir oilaning kontrolligiga o'tganligi uchun shu oila tanishtirilib, shu oila Mao ziyoli deb tanishtirgan odam Uyg'urga ziyoli bo'lib ko'rinyotdi. Mao siyosatchi deb ko'rsatilgan odam shu siyosatchi ko'rsatilyotdi. Hatto Erkin Osiyo radiosiga kim ilinmaydi, shu 5 qo'l sanig'idek odam shu oila belgilab kelyotdi. Buni shuning uchun Uyg'ur xalqimiz shu satqullarni ziyoli deb taniyotdi. Bu ziyolilarning bir bilgan yeri bor. Amerikada turib advokat bo'lgan, Amerikada turib mushtaq o'qigan odamlar mushu gapni da'vat qilib qarag'ancha bu mustaqillik mumkin emasmi nima deydigan, mushlarning gapi to'g'rimiki deydigan xato yo'nalishga boshlanishda bu yerda sistemlik, markazlik bir boshqarilayotgan sistemlik tonishtirish bor bu yerda. Sistemlik xalqimizga sunish bor. Amaliyotda Amerikada mana endi oxirgi shu 2-3 yilning yog'i desak bo'ladi. Birinchidan Xitoyning haddidan oshgan chek chegarasidan oshgan zulmlari natijasida va yoki buningga qarshi dunyoninki taraqqiyoti Xitoyga bo'lgan ko'z qarashining Xitoyni to'liq bilib yetishiga ergashish bilan mana oxirgi mezgillarda kim haqiqiy ziyoli, kim haqiqiy Uyg'ur ziyolisi emasligi o'ttirg'i chiqyapti va mana taraqqiyotdan, mana sosyal medianinki ommaviy taratqularning taraqqiyotidan haqiqiy vatanparvar, vatanning mustaqilligini talab qilgan Uyg'ur ziyolilari rasmiy o'ttirg'i chiqyapti. Hamda xalqimiz tunib yetadigan fursatni topyapti. Tamam. Bizmo bugun Amerikadan qatnashgan ikki qarindoshimiz borki, shu Ümit'nin gepiga ulapla bir sual sorgum keldi. Hammamiz ko'rib turibmiz, qarindoshlar, hozir dunyoda Xitoyning yaqasini siqib, g'it-qis deyalaydigan bir Amerika qoldi. Ujuq turutman deyalaydigan bir Amerika qoldi. Yevropa taslim bo'lib qolg'ili uzun bo'ldi. Endi hozir shu bayaqi Prezident Trumpniki nimasini qo'yishdagi maqsadmi
uçuq aşkarlar biz hesap alımız deyapti. Başqa dövlətlər pul tələb qilgan bo'lsa, Amerika biz hesap alımız deyapti. Hamda siyosiy jihatdan bo'lsin, harbiy jihatdan bo'lsin, hamma jihatdan hozir Xitoyga mush atalaydigan, Xitoyga g'it qistay oladigan bir Amerika qoldi. Bizning da'vomi asli Amerikada eng kuchli bo'lishi kerak. Chunki Amerika bizga ega chiqyapti. Masalan, mushu yaqindan yog'i diqqat qilsanglar, mushu parlament binosiga Uyg'urlar jiqaroq kiradigan bo'lib qoldi. Uyg'urlarni parlamentning a'zolari va Rubioga o'xshash muhim arboblar, hatto prezident Trumplarni yana chaqirib ahvol so'raydigan bo'ldi. Ham masalan deylik, ba'zi bizning Sharq Turkistondan kelgan qarindoshlar qozoqlar Sarigulgimi yaqinda cho'ng bir mukofotdan bir nima deydi, uningga shu kim u? Trumpning ayolimi, qizimi birsi mukofot ayoli bilan Pompeo ishqisi berdi. Pompeo o mukofotni berdi. Demak ki bir narsani uchuq his qila olamiz qarindoshlar, Amerika Uyg'ur ishini qo'lga oldi hozir. Mushtaq holatda bizning asosli kuchimiz, da'voning asosli kuchi Amerikaga qartilish kerak. Ammo reallik shuki, mayli bay umid degandek sistemalik bir kuchniki uyushtirishi bilan u bizning ovozimiz emas, g'ayriy taslimchilik ovozlar chiqayotgan bo'lsin Amerikadan va boshqasi bizning ziyolilarimizning qashonligidan, pasitligidan bo'lsin, ishqilib Amerikada biz kutgan haqiqiy vijdonliq hem bay degandek PhD qalpaqlari bor, unvoni bor, haqiqiy mushu ziyolilarimiz o'mlashib bir yerga kelib, asli Oqsaroyga kiradigan, Ko'ksaroyga kiradigan, parlament kiradigan ishlarni shu laqsi bo'ladi. Masalan, men Umid Bayatliga aytgandek, doktorash unvoni bor, ham mustaqilligimizni qo'llaydigan, ham namoyishlarga, hamma faoliyatlarga qatnashayotgan, mushundaq hammadan muhimi Uyg'urning haqiqiy irodasini to'g'ri ifodalaydigan ziyolilar. Amerika hukumati kirsa bo'ladi, parlamentlarning oldiga borsa bo'ladi, bular bir kuch bo'lib uyushsa bo'ladi. Mushu orqali abay tilga elingan aqida kontrol jipi bor. Birlarining o'ynayotgan o'yinchiqlarini sahnada supurib tashlab, bular o'tirg'a chiqqan bo'lsa, Uyg'ur xalqi haqiqiy mamnun bo'ladi, xotirjam bo'lgan bo'ladi. Mushuning bilan Uyg'urlarning mustaqillik da'vosi haqiqiy turda dunyoga anlatilgan, ham Amerika bizni himoya qilayotgan mushtaq holatda biz bu Amerika bilan haqiqiy hamkorlashgan, ham bay degandek dunyo bir vaziyat cho'ng o'zgarish bo'lib qolib, vatanga etilib boradigan shu qolsa, shunga hozir turgan. Masalan, mushu jihatlardimi biz Amerika hukumatiga bizning irodamizni bildirib, masalan, Uyg'ur xalqi orasida vatan ichi demayli, vatan sirtida eng az 100 ming Uyg'ur qo'liga mayli nima ilib bo'lsa, sen uyushtursan yoki sen bilan hamkorlashib Xitoyga qarshi birishib qolsa biz tayyor deydiganni Amerika hukumatiga yetkazishimiz kerakdi. Ammo afsus. Masalan deylik, hozir Amerikadagi tashkilotlarning ichida bu surgunlik hukumatni bilamiz hamda. Boshqalari mayli Uyg'ur Amerika birlashmasi bo'lsin va yoki inson huquqlari birlashmasi bo'lsin, ularnikilarniki, ular yetakchilab qotganlarniki saylovlarni ko'rdik. Belqinadagi suyuqlar ishkanligini ko'ryapmiz. Ama işte Amerikalık ağaynaslar bir depakınlar ne oldu? Onlara küçükler yatmadı mı? Ya ki yelik ziyadiler teşkilinden mavatamdı? Veya ki bunlarda bir xil kaşanlık var mı? Oturgu çıkışını halı mavatamdı? Neymiş ki Amerika'da biz kütken şu küçüğünü göremeyiz? Yani to'liqkan bir cevap verip baksan, onunki ben cevap vereyim. Bununla emdi naite bir murakkab sualni so'rab saldım. Mening buningga endi qisqacha beradigan javobim nima deganda, mening shaxsiy ko'z qarashim bu. Men boshqalarni ifodalamayman. Amerika hozirgacha texi mushu Xitoyni rasmiy pachlaymiz degan qarorga kelmadi. Albatta shu yuzini qarab ketib bordi. Masalan, hozir Amerikaning hukumatining ichida Xitoyga shu keskin holda uni pachlash degan fikrlar ochiq o'tirib qo'yilyapti. Lekin endi u eng oxiri ustalga joqqida qo'yib, endi shuni qilayli degan bu xalqaro vaziyat tayyor bo'lmadi. Mesela o'zinglar ko'rib o'tsizlar, shunami Amerikada Donald Trump mayli nima deydigan,
Endi 50 adam bunu qo'llagan bo'lsa, yana 50 dan adam uni qarshi qiladigan bir odatda. Aba yalaq misalni deb o'tdi, masalan, tunögün bo'lgan ish. Mayaqdan Trump hukumatining ichidagilar ma Xitoy bilan savdo kelishimining birinchi bosqichini davomlashtiramiz degan gapni qilgandan keyin Trump o'zi bir necha soatdan keyin chiqib, men uningga qaror qilmadim dedi. Nancy Pelosi degan demokratiklarning kuchli Amerikada-ku. Hamda uni 50 dalamsakma, hozir Cumhuriyet nimani bir 53% desak, alami yana 40 necha. Bu yerda shunday bir siziq bor, bir o'tirib shunday holatda. Shuning uchun Cumhuriyet Partiyasining, yani Trump'ninki hozir bütün asosli merkez nima deganda, ama kelajillik saylanishdi. Eğer saylanib qoldigan bo'lsa, men ishonimanki, bu Donald Trump'ning ichidan shu Xitoyni parchalaydigan bir nimasi bor. Uyg'urlar ichi og'rib emas. Uyg'urlar ichi og'irmaydi, uni da xotirjam bo'laydi. Faqatla Xitoyninki kuchinib ketganligidan uni parchalaydigan nimasi kelgan. Masalan, 2. Dünya urushidagi tarixni obdan bilamiz, bu yerda qaytinib qilmaylik. Shundami? Germaniya shundoq taraqqiy qilinib, Yevropalarni asosan yerimini ep bo'lgandan keyin Angliya qo'shilgan. Amerika yana shu vaqtlarda qarab o'tdaganti. Amerika faqat qanday vaqada aralashib ketgan degan Pearl Harborni sen deb o'tding-ku. Pearl Harborga berib ko'ranglab nim qilgandan keyin ani endi jajongni beray deb nim qildi. Hozir demakchi o'g'lim o Pearl Harbor deganda inglizcha smoking gun deydi-ku. O'qilib qandan keyin mana o'qatdi chiqyapti. Miltig'ida chiqyapti deydigan mundaq narsa hozirlanmadi. Shuni meningcha shu biz Uyg'urlar, Sharq Turkistonliklar ashni hozirlashiga biz shundaq bir smoking gun degan narsani tayyorlab bersak bo'ldi deb qarayman-ku. Endi bizning 3 million Uyg'urimiz, 3 million Uyg'ur xalqini lagerlarga soldi. Shundami? Hitlerning lager ochganligi qachon pash bo'lgan? Esinglarda bor-ku, Hitlerning lager ochganligi eng oxiri 43-yilmi, 44-yilda pash bo'lishga boshlandi. Shunga xalqaro lagerligini mavjudligini bilmadi. Lekin ma Sharq Turkistondagi lagerlar degan shu lager vaqasi dunyoga tonilganga 3 yilda o'tib ketdi. Nima uchun shundaq shuni smoking gun demaydi? Gap iqtisodga bog'liq, yana boshqa nurg'un narsalarga bog'liq. Endi bu yerda bir narsani deb o'tay, sen shu Amerikada harakat bo'latamdi, nima uchun nayt so'z degan gapni qilding. Mening bu yerda bergan javobim, bu harakatlar bor, bu Sharq Turkiston mustaqillik harakatlar, bu shundaq arzu, bu shundaq narsalarni Amerika hukumatiga to'xtamay talab qilinyapti. Bir 30 yildan beri bo'lib kelgan ishlar. Men Amerikaga dastlab kelgan chaqlar ishda xatlarni yozgan to'qmiz, sungan to'q. Lekin o xat sutida ashada qoldi, nada qoldi o'qimaymiz. Ash xatlarni men choplab qo'ysam bo'ldi, ishda xatlar bormi? Endi keyin yana bir necha yil o'tgandan keyin mustaqillik Sharq Turkiston surgunda hukumatini qurish degan narsalar chiqdi. Endi keyin Uyg'ur Amerika birlashmasining ichida ziyolilar degan ikki tarafga bo'linib ketgan shu vaqtda. Ikki tarafga bo'linib ketib, uning materiallari bor. Men chiqarib qo'ysam bo'ldi shu vaqtlarda. Ba'zilar qo'pib Xitoy bilan gapim so'zlab ketmagan-da, endi biroz ba'zilar shu vaqtlarda shu Amerikadagi shu hozirgi Uyg'ur birlashmasining oldi, masalan, umidlarning azroq xabari bor deyman, ular keyin kelgan. 93-yilda qurilgan chaqdan tortib, shuning ichidagi hammasi ziyoli yo'q, men deb shu vaqtda ikkiga bo'lingan. Bir qismlar qo'pib Xitoylar bilan yana birlashib, shu madaniyat kulturlarini ko'tarib chiqib, Amerikada madaniyat kultur taqossa Xitoy bilan birlashsak deb Xitoy hukumati xat yozayotganlar bor. U xatlar bor shu vaqtlar. Lekin shu bizning shu jamiyatimizda shu vaqtlarda nurg'un kishilar qarshilik qilib, yo'q, bizning maqsadimiz mustaqillik deb shu talablarni qo'ygan, ular oqmagan. Keyin ham 98-yil tuyuqsiz yana bir o'zgarishlar bo'ldi. U vaqtlarda jiqtalashlar bo'lib ketdi. Bu endi shu butun Uyg'ur Amerika birlashmasininki yo'linishini mustaqillik yo'linish bir yoqqa qayrilib qo'yib turib, endi keyin shu vaqtlarda Sharq Turkiston surgunda hukumatni qurganlar, ularga qarshi bir kuchlar paydo bo'lib, buni keyin bag'ansa suslashtiryapti. Bu nimaga bilan bog'liq deganda, bu yerda nurg'un omillar bor. Shu vaqtdagi Amerika hukumatiningki pozitsiyasi Xitoyni demokratlashtirish degan
degan bir siyosat var da. Onun xabaringlar bor. Shundami? Masalan, Clinton deymiz, undan keyin Obama administration deymiz. Shular hammasi shu ko'z qarashdi. Lekin bu vaziyatlar bara o'zgarib hozir qanday keldi deganda men abay deb o'tdim-ku. Avtonomiyachilar ustunlik o'rinda turadigan bir vaziyatdan mustaqilchilar ustunlik o'rinda turadigan bir yo'nalish qarab mingyotdi. Masalan, Salih Xudoyorni alaylik qaranglar. Salih Xudoyorlar tashviqot qilmadik emas. Salih Xudoyorlar bilan mishada abay umid deb o'tgandek mushu Washington atrofidagi Uyg'ur ziyolilar. Men bunday qildim. Uyg'ur ziyolilar shuni shundoq qo'llagan. Hatta bütün dünyadaki Uygurlar, Şarkı Türkistanlıklar Mişel Atay'dan uçup gelip bir yıldaki Aksaray'ın aldıda şuart olan, tolgan toq, xat sunulgan, hemme nimeler qilgan. Şunda mı? Şu şarayitlar hazırlandı. Eğer şu vaqtlarda eşi gaplarını anlamadık. Şarkı Türkistanlı halkın müstakillik avazını anlamadık deydigan bolsa, men onunla işenmeyim. Anladı. Amerika hükümetinin haberleri var. Ben mesela bir misalını keltirip öteyim. Şu vaqtda bir kuni namoyish qilayotgan vaqtida birisi shu naaytdi salopatlik birisi atda jiroqdan nim qilib menga bir sharat qildi, men oldiga bordim. Oldiga borgandan keyin ashada mendan so'rdi. Mushu harakatinglar naayt yaxshi harakatlar. Amerika hukumatini mushuni qo'llaymiz, mushuni davomlashtiringlar degan nimani dedi. Endi ochiq Andiki men ismingiz kim bo'ldi deb so'rdim. Menga u ismni so'rama deb menga o'z vaqt bir telefon nomerini berib qo'ygan. Menga telefon ber degan. Men telefonni berdim keyin. Telefonni oldi. Olgandan keyin yana bu bir xil mujmalliroq paranglarni qilishga boshladi. Demak, shu vaqtlarda bir mezgil bo'lgan, andiki Uyg'ur kishilik qonunlarini loyihasini chiqarish bu. Hatto yana bir gap deb beray, shu mezgillarda bor-ku. Mundaq tramlarda tram mı nima subway nima deymiz umid tramvaylarga tushgan chaqlarda shu men hayron qolgandim. Tramvayning ichida degan shu to'nmaydigan odamlar ashada Uyg'urlar to'g'liq paranglarni qilayotgan shu shundoq bir nimalar. Uyg'urlarning mustaqilligi orzusi bo'lganligicha Amerikaliklar biladi. Bilmaydi emas. Yüz bildi. Gap nada deganda sharoit hozirlanmadi. Andan keyin biz abay deb o'tgan haliqi avtonomiyachi kuchlar bizning shu mustaqillik bo'lgan shu bir umumyuzlik bir xalqning orzusini shu Xitoylar bilan yashab ketsa yana bo'lavergidek degan narsani topdi. Buning biz qarshilik beryapmiz. Hozirgacha biz xatlarni yozyapmiz, yana qilyapmiz. Endi ma koronavirus tufaylidan rasm bo'lardan yuz turani ko'rishadigan ahvollarni qilamiz. Lekin xatlar yozilyapti. Bu yerda qanday xatlar yozildi deganlarni men bir qanchalarini chiqarib qo'ydim. Men kimlar yozyapti deganda albatta ularning ismlarini degani bo'lmaydi bu yerda. U shunday ahvollar. Lekin bu xalqning mushu orzusini albatta biz to'g'ri ko'ramiz. Jasoratsan noiti deding, bu ishlarni biz kuchayishimiz albatta kuchaytirish kerak. Endi bu yerda Uyg'ur ziyolilar nima ishni qila oladi deganda bu to'g'ridir. Mushu harakatninki momentumni deymiz, momentumni davomlashtirish kerak. U Xitoy demokratchilar bilan birlashib olib yana avtonomiya hukumini setayotganlarga yo'l qo'ymaslik kerak. Endi mesela ben o'zimning fikrimni qilayman, Amerikada yashayotgan bir Uyg'ur bo'lish salohiyatim bilan. Endi men savol bek muhimchi, Jasorat bekga negizlik bir savol sordum. Amerikada shuncha Uyg'ur bor. Endi bu yerda o'zimizdan shu savolni so'rash kerakchi, nima uchun unda bo'lsa bu mustaqil Sharq Turkistonning mutlaq mustaqilligini, to'liq mustaqilligini xohlaydiganlar bunda ojiz kelib qoldinglar degan savol chiqishi mumkin. Bu to'g'ri. Nihoyat ojiz kelib qoldik. Ojiz kelib qoldik deganda bir necha omil bor bu yerda. Birinchidan eng cho'ng omildan birisi mushu Amerika davlatiningki Baytulloh Abdurazaq aka degandek Amerika davlatining uzun yillik 80 yillardan tortib kelgan, shu Nixon davridan tortib kelgan desak bo'ldi.
oldingi programmalarımızda uzun sözleştiğimizde bu Xitoyni demokratikleştirip uningdan keyin boshqarish. Masalan, bir diktator davlatni bilan do'stlik qurish bir demokratik davlatga nisbatan bektas hamda muttafiq bo'lish. Bu Xitoyni demokratiyaga o'zgartib, uningdan keyin muttafiq holga akilib, Xitoy bozoridan kapitalistik iqtisod, kapitalistik sistem orqali Xitoy bozoridan foydalanish degan Amerikani kontrol qilayotgan yana bir iqtisod kuchi deb qo'yaylik, iqtisod kuchlari tarafidan qurilgan, masalan shu Rothschild, Rockefeller oilalari kontrol qilayotgan bu iqtisodiy monopollik ninki yo'llandirishi, yuzlandirishi sistemasini tushunmay turib, buni tushungani olmaydi. Endi bu yerda maqtashga tegishli bir narsa bor. Bu Hüseyin Tajalli bu haqda yaxshi program ishlabdi, xalqimizni tavsiya qilaman. Shu Hüseyin Tajallining ishlagan dunyodagi shu baronlar, iqtisod kontrol qilmaganlarningki kuchini his qilmay turib, biz bu narsalarni his qilolmaymiz. Bu yerdagi eng muhim negizlik masala Amerikani kontrol qilayotgan şu en çoğun aileler barmakta sanıgıdak dünyada hazırlıkçı 150 aile var deb anladık. Bu şu Rothschild, Rockefeller'lar olsun iktisadını kontrol kılmagan ailelerninki yüzlendirişi arkalık ketip kalgan Amerika'daki demokratik sistem. Amerika'daki demokratik sistem desek bunu mandak tunuk düşünüşümüz gerek ki hem neyse pul bilen buluvatkan bir sistem bu. Amerika'nın mandak düşen desek lobicilik deydi. Lobicilik degeni ilmiylaştırılgan parxorluq degan gap. Endi bu yerda nima uchun ilmiylaştırılgan parxorluq deyiladigan chog'da lobby bir parxorluqda bevosita aqsh qilib bu insonning uyiga yoki shu insonga pul ko'tarib oladigan burunqi qadimiy parxorluqdan hozir qonunlashgan parxorluqqa o'tib ketgan bir davlat bo'ldi. Bu qonunlashgan parxorluq bor davlat. Masalan, Uyg'urlar nima uchun Uyg'urlarning da'vosi bu yerdagi avtonomiyasini, mustaqillikni qo'yib turaylik. Uyg'ur da'vosi nima uchun Tibetning da'vosiga o'xshash taraf qilamdi? Amaliyotda Amerika Tibetningki umumiy xalqining ko'z qarashini, ya'ni Tibet davosiga qaraganda Uyg'ur davosini yaxshi ko'rmamdi desa, ba'zilar qo'pib, voy biz Sharqi Turkiston deb ism qo'yg'ashqa, Turk degan ismga o'xshashqa qo'llamaydi. Ba'zilar qo'pib biz musulmon bo'lg'ashqa deb, unda ish yo'q. Musulmon davlatlarni qo'llamasa, Kosovoni qo'llamasa bo'ladi. Agar musulmonni qo'llamaydigan ish bo'lsa, Angliyadagi davlatlar agar Pokiston Islom Jumhuriyati deb bir davlatni qurib qo'ymagan bo'ladi Hindistondan ayirib. Bu yerda musulmonlar Turk masalasi, Turk ismini qo'yib olish masalasi emas bu. Bu yerdagi masala şu biz özümüzni şu ben davatkan lobbyçilikning ichiga ekiramidik, Amerika siyosatining ichiga ekiramidik. Bunun hemen narsa nima degan chog'da iqtisod, pul. Uyg'ur xalqi pul topmay turib bu davoni Amerika siyosatining ichiga ekiramaydi. Bu siyoset bilan bo'lgan narsa emas. Endi pulimiz yo'q. Uyg'ur xalqi tuyuqsizlar hamda Amerika siyosatining ichiga kirgidek bundoq mablag', bundoq pulni qanday hal qiladi? Masalan, Yahudilar qanday qilib Amerika siyosatini kontrol ostiga olgan degan chog'da shu qonunlashgan lobbychilik deb atalgan amaliyotda qonuniy parxorluqdan kelgan bu qonun yo'li orqali. Shuning uchun abay biz degandek advokatdan to'lanash yo'q bu Amerikada. Shuning uchun shu advokatlar orqali qonun yo'li orqali ma'lum shirkatlar yoki ma'lum tashkilotlar yoki ma'lum fond jamiyatlar Amerikaning ma'lum siyosatchisiga va yoki ma'lum partiyaga o'zlari qo'llagan partiyalarga bular yordam qiladi. Bu yordam qilish shakli iona. Ya'ni iona degan donation deydi Amerikada. Donation bu yerda nurg'un yaxshi niyatlik donationlar bo'g'indek. Ama siyasi donationlar hammasi amaliyotda Uyg'urchasiga aytgan chog'da qonunlashtirilgan parxorluq bo'ldi. Qonunlashtirilgan oqshik.
bu yerda qanchalik mablag' solsa, qanchalik iyona qilasan, masalan shu bir misolni deb o'tib ketay, Fathulloh Gulenninki nima uchun Amerika Fathulloh Gulenni qo'llaydi? O Amerikaningki Turkiya orasidagi siyosatlar bir tarafdan qanday qilib bu Fathulloh Gulen jamiyatiningki ba'zi bu Amerika siyosatchilarini qo'lga keltirdi degan vaqtida naq shu uslubdan. Shu iyona qilish orqali bir siyosatchini keltirdi, u siyosatchi orqali uning bog'langan, uningla o'xshash ideyadagilarni qo'lga keltirdi. Bara-bara Amerika siyosatining ichiga kirib, Oqsaroylargacha, kongresslargacha gepi o'tadigan lobby yo'li orqali kirdi. Hamda Uyg'urlar biz irodamizni belgilamayapmiz. Irodamizni belgilamayapmiz degan vaqtda Uyg'ur xalqininki kamchiliklari nima bo'lyapti Amerikada desa, birinchidan iqtisod yo'q. Iqtisod yo'q, ammo bizning vatanimizning osti to'lib toshgan boylikqa ega bir davlat. Ammo shu boylikni biz shartlik ostida bozorga solanmayapmiz. Ya'ni biz siyosat saksnisida o'tkazayotgan xatoliklarimiz nima degan joyda Amerika siyosatidan foydalanib turib, Amerikaning ichidagi sistemadan foydalanib turib, hech qachon Amerikaning Oqsaroydan bir odam chiqib, sizlarning mustaqilliginglarni biz qo'llab beramiz demaydi. Biz yig'ilimigacha, bola yig'ilimigacha ana emchak sanmaydi degan gap bor. Biz xalqimiz bütün irodani bir yerga kelib, biz mustaqillikdan boshqa yo'limiz yo'q. Agar biz mustaqil bo'lsak, Sharqi Turkiston demokratik bir davlat bo'lib, Amerikaningki muttafiki bo'la oladi degan narsani Amerikaga bildira olsak, ya'ni shu qonun yo'li orqali endi boyiman degan ilqi qonun shunaslarningki Uyg'urlar uchun haqiqiy ishlaydigan yeri keladi. Endi Amerikada pul bo'lsa, bu ishni pul uchun qiladigan necha ming advokat bor bu yerda. Endi bu yerda bizning pulli Uyg'ur xalqida puli yo'qmi degan chog'da bor. Millionlab pullar yig'ilyotdi, ne ketganligini emas. Xashlinyotdi, yig'ilyotdi. U yerdan bu yerga uchib xalqimizning berilgan iyonalar, O'rta Osiyodan kelgan so'mk pullar, xalqimizdan yig'ilayotgan pul, boshqa davlatlardan berilayotgan ba'zi pullar nelarga ishlanyotdi degan chog'da bu yerdan bu yerga uchib bu davlatda Yevropa Birligida Birlashgan Davlatlar iflos bo'lgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ichiga kirib, u yig'inzal bu yig'inzalda rasmga tushishga isrof qilinyapti hozir. Va yoki bo'lmasa Turkiyada bu yerda xalqimiz onda oshqapti, mundaq oshqapti degan narsalar bilan pul yig'ilib, xalqimizning qo'shig'ini to'ydirish bilan mashg'ul bo'lyapti. Albatta bu yerda millatning farovonligi bek muhim. Ammo millatning farovonligi, millat xalq vatan mustaqil bo'lmoqcha bu millat divoni o'tkazib ketadiki, ammo bu millatning farovonligi asli kelmaydi. Endi bu yerdagi farq nima degan chog'da bizning tashkilotlarimiz farovonlik qilayotgan tashkilotlar albatta millatning farovonligini qilsa to'g'ri bu. Ammo siyosiy tashkilotlarmi bu vatanning mustaqilligini davosini qilayotgan tashkilotlar nihoyat sajbur bo'lishi kerak. Iqtisodni to'plagan chog'da asli nega xashlanish kerak degan chog'da boyiqi. Bizning xalqimiz deydi-ku, sizlar davomli bizdagi ayiblarni o'tirib qo'ysizlar, qiladigan ishni nima ishga o'tirib qo'ymaysizlar. Qiladigan ishlar mana shu. Iqtisodni bir yerga to'plash, oldi bilan ideyani bir yerga keltirish. Bütün xalqimiz ikki boyman deb o'tgan ikki savolga javob berish kerak o'ziga. Men mustaqillik talab qilamdim yoki taslimiyatchilikni Xitoy bilan birga yashaydigan qanjuq ishdak yashashni talab qilamdim degan narsani oydinlashtirish kerak. Birinchi, shu oydin bo'lgandan keyin bizlarda ziyolimi, xalqimizmi o'ttirda maydon iniq bo'ldi. Maydon iniq bo'lgandan keyin iqtisod bir yerga kelalaydi. Iqtisod bir yerga kelgandan keyin nima ish qilamiz degan chog'da shu Amerikaning o'zining xalqining ichidan chiqqan, Amerikadan chiqqan advokatlarni, lobbistlarni qo'llanish orqali biz Amerika siyosatchilariga bizning qalbimizni, xalqimizning umumiy irodasining mustaqillik ekanligini bildirishimiz. Va bu yerda men mustaqil bo'lmaymiz, biz mustaqil bo'lamiz deb qo'yish bilan yetmaydi. Mustaqil bo'lgandan keyin qanday davlat bo'lishimizni. Bu yerda Amerikaningki hozir bizden saqlayotgan javobi muxbirlar Bikadan, Nuri Türkellerden
ta'xir qilolmay turib undaqda demak sizlarning mustaqillik deydigan bir nimanglar orzuyinglar yo'qmidi deb ketishlariga kutish shu javobni kutish u yerda bizning xalqimiz mustaqillikni talab qiladi deyishni kutgandi ammo uni dalanmadi nima uchun mushtaq insonlar u yerga kelyapti desa biri boya deb ketgandek nima uchun mustaqil Sharq Turkistonning mutlaq mustaqilligini talab qiladiganlar ön planga chiqamay nima uchun bu satqun avtonomiya takror avtonomiyachilikni Xitoy bilan birga yashab ketishni targ'ib qilayotganlar ön planga chiqib turadi degan ikki nima bor sabab bor birisi Amerikaningki boya tug'iliqkan degandek Amerika davlat strategiyasininki mana 80 yillardan kelgan hozirgi u iflos bo'ldi bu sistem cho'kdi Xitoyni demokratiyaga o'tkazib boshqarish sistemi cho'kdi Emdiletin Trump hükümeti Trump prezidentlikka chiqqanning yog'i Amerikadagi davlatchilik Xitoyni rasmiy cho'ng tahdid deb bilish va Xitoyninki demokratiyalashadiganligiga umidini uzish va Xitoyni hajilmay turib bu Xitoyga zarba berolmaydiganlik ideyasi endi o'tirg'i chiqishni boshladi. Endi biz nima qilishimiz kerak degan chog'da mana mushu vaqtida endi asta avtomatik holda bu Amerikami eliqi Xitoy bilan birga yashab ketishni orzu qiladiganlarni chetga qoqidi bu bali gap. Ammo bu hozir yillardan beri Xitoyninki manfaat uchun xizmat qilib kelayotgan Xitoy tarafidan nihoyatda yuqori iqtisod bilan ta'minlanayotgan bu qo'llanayotgan bu ideya bundan keyinmi qo'llanishi mumkin. Ya'ni qo'g'dilishi mumkin. Shuning uchun bizning endi nihoyat zirak bo'lgan yerimiz shu mustaqillikni, mutlaq mustaqillikni talab qilganlar cho'qim bir birlik kelishimiz kerak. Bunun için Amerika hükümetiga to'xtamay ya'ni shu ziyolilar dedik Amerikadagi ziyolilar bir yerga kasb bo'ladi. Amerikadagi ziyolilar bir bo'lib mustaqillikni talab qilganlar amaliyotda men qo'pib men bir hotelda ishlayman, men bir hotelni boshqaradigan odam, hotel menejerman deb chiqib bir narsa yezishim bilan bu masalan mana Sharq Turkiston surgunda hukumatida ishlagan Malika Abliz degan xonim efendi bor. Malika Abliz va Tug'luq Abdurazaq akalar o'zining nomida yozsimi, masalan Faloyada manda o'qigan men PhD, manda kasbda Faloyada ishlayapman. Degan mana qalpoqni ishlatg'aya endi keldi. Masalan, shundoq doktora, shundoq ziyolilarimiz o'zining salohiyatini yezib turib bizning xalqimiz mustaqillikni talab qiladi deb yozsa, aninki ahmiyati bizdeklardan 100 odamninkini 1000 odamning yozgandan aning kuchli bo'ladi. Ziyolilar bir yerga kelib Amerika hukumatiga Uyg'ur xalqininki asos orzusining nishonining bir demokratik Sharq Turkistonni qaytadan tiklab chiqish. Bu davlatning ishg'ol qilingan to'proq ekanligini, xalqimizning orzusining ishg'oliyatdan qutulish ekanligini bildirish mana bizning hozir qildigan ishimiz. Tamam. Endi bu savolni so'rashga maqsad boya degandek Amerika hozir biz uchun bakmi muhim bo'lib qoldi. Bakmi muhim. Chunki Amerika biz uchun ovoz chiqaryapti, boshqa davlatlardan nihoyatda tez bir Uyg'ur uchun ovoz chiqarmag'i. Mushunda holatda endi Amerikada mayli boya 2 yillar deb o'tdinglar, Amerikaniki siyosati o'zgardi, ya'ni 30 yillik uchirishish Xitoy bilan hamkorlashish siyosati o'zgaryapti. Chunki ularning asli maqsadi 30 yil hamkorlashish orqali Xitoyni beyitish orqali demokratiya yo'liga mangdirish siyosati u o'zlari hozir oshkorla e'tirof qilib bu siyosat mag'lub bo'ldi. Endi hozir bu Amerika hukumatining pozitsiyasi Xitoyga tutganlar aniq chiqyapti. Ya'ni bu Xitoyni parchalamay turib, bu balay ofatdan qutulib bo'lmaydi degan ko'z qarash umumyuzlik hozir. Bu Amerikaning ovozi emas, dunyoning o'rtaq orzusi qoldi. Mushunda holatda Amerikadek bizga ega chiqayotgan ham bizga ega chiqish ehtimoli keyin cho'ng ishlarda ega chiqish ehtimoli nihoyat cho'ng bo'lgan davlatda Uyg'urlarningki faoliyati bak muhim.
Hem Uyg'urlarniki bo'libmi bizni xalq ziyolilarni umid kutgachga Uyg'ur ziyolilarininki hozir masalan Oqsaroyga kiradiganlar har xil izpas odamlar. Aynı zamanda shu qonunni bostirib qo'yganlar 9 yilning oldida, 10 yilning oldida bostirib qo'yganlar shu Oqsaroyga kirayotganlar. Hozir men qaytishligiga elindi bu qonun yana nima bo'lib ketdi? Kechikib ketyapti. Hem bu ishlarni yana shu Uyg'ur ziyolilar kirib, ularniki ko'zga ko'rinib turishi tashkillik holda. Mayli bir doktorniki yozg'ini nashri kuchi bo'lishidan qat'iy nazar 10 doktor, 15-20 doktor bir yerga kelib, kirib Oqsaroyga yoki parlament binosiga. Masalan, biz Amerikaga borganda hayron qoldik. Bu parlament a'zolarining ishiga hangi uchuqga xalqqa. Biz kirganda o parlament binosiga hech kim birisi tizimlatib kir yoki tekshirtib kir, sen oldin tizimlatganmi, iltimos qilganmi, undan narsalar yo'q. Masalan, bizning bu yerlarda shunaqa. Parlament binosi ko'rish uchun men palonni birisi bilan ko'rishman deb oldin iltimos qilib, necha oydan keyin javob keladi. Amerikada bo'lsa usibli kirgili bo'ldi ekan. Mana shu To'g'liq apandi bor, o kuni Amerika Fransiyadan kelgan bir burun hukumat tarafdagi aralashgan birisi bor ekan, shu Fransuzning og'zi ichida qoldi masalan. Allah, bu demokratiya degan mayat emasmi? Bu Fransiyadan kiramaymiz biz unda parlament binosiga usiblar. Demakki, u yerga hammadan kiralaydi ekan. Hozir kimlar kiryapti? Igizpas odamlar kirib, g'ayriy ovozlarni, XG degan ismlar bilan bir materiallarni ko'tarib kirib, aşağıda parlamentga g'ayriy ovozni kirgizyapti. Ammo sizlarga o'xshash mushundaq mustaqillikni o'zining e'tiqodi qilgan, xalqniki irodasiga vakillik qildigan, sizlarga o'xshash 10-20 minglar tashkillanib, bir doktorning nomini yozgandan 20 doktorning nomini yozib yoki 20 doktor birga kelib bir vaqtdan chiqarib kirsanglar 20 doktorni qabul qilsa, u yer unumi boshqacha bo'ladi. Mening da'vatqanim ma'vu. Buningki bu ishqa sizlar sabab bo'lishinglar kerak. Ya'ni sizlarga o'xshash ashaddiy o't yurak qarindoshlarimiz sizlarimiz ziyoli. Biringlarning doktorlik o'z, biringlarning yo'q, ammo sizlar bizning haqiqiy ziyolilarimiz. Boyqa bizning nimiz bo'yicha aytganda, xalq yuragida xalq mustaqillik deydiganlar hozir bizning ziyolilarimiz. Oliy maktab bitirganlar bo'lsa, hatto bitirmagan bo'lsa-mu, shu gap so'z joyida bo'lsa ziyoli. Anda bo'lganki biz sizlardan umid kutamiz. Ya'ni sizlar yetaklashinglar kerak. Ashundaq doktor, ya'ni doktor deganlardan ziyolidan 10-20 ta tashkilotlar masalan bir yerga 10-20si cho'qim chiqadi. Chunki anglasam Amerikada 10 mingdan ortiq Uyg'ur bor ekan. Buni mutlaq ko'p qismi o'qish bilan bog'liq. To'g'ri deding, Jasorat, men gapingni %100 qo'llayman. Men masalan boyi deb o'tib ketgan gapingni bo'lib o'tib qoldim, kechirsa. Boyi deb o'tib ketgandek, men Amerikada hozirning o'zida sanasaqmi, bir 10-20 shu oliy ma'lumotli ziyoli, mustaqillikni xohlaydigan ziyolilar bor. Shularni bir yerga akilinglar. Shularni bir yerga akilish kerak. To'g'ri, mana yaxshi bir mazmun fikr chiqdi. Yana bir narsa qo'shib qo'yg'im kelib gapingni bo'lib o'tdim. Bu yerda yolg'iz ziyolilarga qarab qolmasligimiz kerak. Har masalan Amerikada bir narsani his qildim men. Masalan, men Teksasda yashayotgan vaqtimda buni bir necha qitim takrorlab ketdim. Bu nima uchun davomli takrorlaydi deyilib qolmasin. Men o'zim xat yozishning o'rniga mening o'g'limni xat yozg'izdim. Amerikaningki Ted Cruz, va to'liqlamlar biladi, bu Ted Cruz bilan rasmiy ko'rish, shu o'g'limning yozgan xati orqali ko'rishdik berib. Amerikaningki muhim siyosatchilardan birisi. Nima uchun degan vaqtida men Amerikada qanday qilib bo'lmasin e'tirof qilayli, qilmayli, bu yerda ikki turli grajdan bo'ladi. Birisi ko'chman grajdan. Masalan, biz ko'chman grajdanlar qatoriga kiramiz. Masalan, bizningki saylanish huquqimiz bor, ammo prezidentlik darajasiga o'zimizni ko'rsatish huquqimiz olmaydi. Ammo Uyg'ur ya boshqa millatga demaydi, ammo Amerikada tug'ilgan grajdan bu birinchi darajali grajdan bo'ladi. Ya'ni haqiqiy grajdan amaliyotda Amerikada tug'ilgan grajdanlar. Bular bu yerda o'zini shu prezidentlik darajasiga o'zini nomzod ko'rsatish huquqiga ega grajdanlar bu. Hamda bu yerda yana birisi bolalarga ko'rsatilgan
balalarga berilgan ahamiyat bek yuqori davlat ma'lum. Shuning uchun o'zi balog'atga yetgan har bir Uyg'urning balasi o'zi yashayotgan yerlardagi siyosatchilarga Sharqi Turkistonning xalqining, ya'ni o'zininki bir Uyg'ur bo'lish asli ona vatanininki mustaqilligini talab qilganligini bildirib xat yozish hech kim to'sib qoldigan narsa emas. Masalan biz New Yorkka ko'chib kelgandan keyin men bolalarimninki qilayotgan ishini davomli ta'kidlab berdi. Bolalarimni maqtash emas maqsadim. Ammo qilaligini qilishga bo'ladigan ishlarni ta'kidlamoqchiman. Masalan, ota-onalari inglizcha yozolmasligi mumkin. yoki bo'lmasa yangi kelgan bo'lishi mumkin. Boshqa davlatdan, Turkiyadan, u yerdan ko'chib kelgan bo'lishi mumkin. Ingliz saviyasidan mening inglizcham chunki ma'lumot qilishimdagi bir sabab o'tganda bir men bilan yaqin o'tadigan bir og'inam shu gapni qilib qoldi. Endi biz bir yerlarga boraylik desak, umid ikki qiz gapimizni bir yerga jamlab qilolmaymiz bu inglizchada. Endi qanday qilamiz degan gapni qilganda men shu gapni qildim. Sen qilolmasang balang yoza oladi-ku dedim. Bu yerda u yozgan gapga, yozgan so'zningki birli jumla. Biz Sharqi Turkiston xalqi, biz Uyg'ur xalqi, biz vatanimiz Sharqi Turkistonning mustaqilligini talab qilamiz deb yozsa, albatta o'qib, voy atimda Sharqi Turkistonning mustaqilligini ib berayli demaydi. Ammo bu yerdagi maqsad nima degan chaqda mushunda xatlar qancha ko'p bo'lsa shu siyosatchilarningki üstülige Sharqi Turkiston xalqininki umumiy maqsadining mustaqil ekanligini Amerika bilgan vaqtida undan keyin Sharqi Turkistonni shu Xitoy bilan bo'ladigan urushda bir huzur qilib ishlatadigan holga keldi. Rasmiy Xitoyning oldiga bir rasmiy bir biz eng muhim Amerikaning siyosatining bir parchasiga aylanamiz. Ammo hozir bo'layotgan narsa nima degan chog'da shu xalqimizdagi aktivlik yani bir yerda bir tashkilotga a'zo bo'lish shart emas. Bu yerda u tashkilotga a'zo bo'lishning shart emas. Faqat o'zining qalbidagi irodani ifodalanmayotganlik kamchilikmi bor. Shu. O'qitmay o'sha inglizcha bir abzas bir nimani jamlab yoza oladigan Uyg'urning qila oladigan ishi bu. Hatto hozir Uyg'urcha masalan 10 yılning oldi bilan hozirni solishtirolmaymiz, 1 yilning oldi bilan solishtirolmaymiz deganimiz, masalan hozir Google'da Uyg'urcha tarjimonlik chiqdi. YouTube'da Uyg'urcha qo'shdi. Bu nima degan chog'da Uyg'ur Amerikada rasmiy bir millat deb endi to'nilyotdi degan gap. Ya'ni Uyg'ur endi rasmiy millatlik salohiyati bilan to'nilyotdi degan gap. Endi nima ish qilish kerak degan chog'da shu har bir Uyg'ur hatta Google'ga kirib Uyg'urchani yozsa inglizchaga tarjima qilib beradi. Shuni bir inglizcha undan biladigan birisiga grammatikasiga uni qarta o'tib sasa bu yerda bir Amerikaningki bir siyosatchisi mal odamning grammatikasi xato bo'lib qolibdi demaydi, mazmuniga diqqat qiladi. Amerikada xato so'zlab qolsangmi, mani mundaq deysa deb to'g'rilab yuradigan bir davlat bu. Bunga Yevropada olgan ba'zi davlatlarda rasmi xato o'qimayman, Germaniyalarda ashuna to'g'ri talaffuzga gapirmasang gapini tushunmas kishiga oldi deydigan bir gap bor. Ammo Amerikada unday emas. Bir xato gap qilsangmi, ha sen mundaq demoqchi bu deyma deb turib o'zi sana qaytadan yutilgan bir davlat bu. Shuning uchun bu yerda her bir Uyg'urning ustiga tushgan bir vazifa bor bu yerda. Abay sening fikringni %100 qo'llayman, ammo shundaqmi qo'shimcha her bir Uyg'ur, Amerikada yashayotgan Uyg'ur, hatto boshqa davlatda yashayotgan bir Uyg'ur o'simi Amerikaning siyosatchilariga xat yozib bo'ladi, bu yerda yozib bo'lmaydi degan. Bu yerda cho'qim boya sen degandek cho'qim bir tashkilot a'zo bo'lish majburiyati emas. Ya'ni millat yo'lida sexiylik qiluvchilar, savobli ish qiluvchilar deb bir yerga keliblar, bir tashkilot qurmasimi, hamkorlashadigan shu ishda. Masalan, xalqni qo'zg'ashda boya degandek xat qancha jiqiya bo'lsa parlament a'zolarining oldiga shuncha yaxshi bo'lgandan keyin 10-20 ziyoli bir yerga kelib xalqni qo'zg'asa başka iş qilmasimi, shundoq xat yozg'izish, xatini yezib berish, qanday avatishni o'rgatish orqali 10 ming Uyg'urniki 5 ming deyli, ya 2 ming deyli, jib turmay shu avatadigan holat shakllansa, Amerikada ovozimiz haqiqiy anglanadi, qarindoshlarim.
Bu savolni sizlardan so'rashga maqsadimizmi sizlarning bu yerda bir tirishchanlik ko'rsatishingizni umid qilamiz, chunki Amerika bak muhimga ba'zida mana shu kuchga ketkim kelib ketadi, berib ashada mayli shu bar bisotimni sitib shu beliq tushukka beliq parlament binosi ajabmi uchiq bir ekan, u yetib olgim kelib ketadi. Ammo asha kirib da'voning nenini yeb turib, da'voning tuzini yeb turib, ashaga kirib turib, hozir shu da'voning neni bo'lmish ulib qolgan ba'zi go'ylar kirib yana maymoq Xitoy bilan birga yashayman deydigan ideyani kirgizib o'tadi qarindoshlarim. Shu endi yo'l qo'yg'ili bo'lmaydigan ish. Ashta go'yilni ashta kirganda tumsh qilsa edish kerak ish to'sib turadi. Urib aylantirib o'tish kerak ashada. Endi mishada mushu gapni deding, mushundoq xalqimizningki, endi mushu ziyolilarimizningki, xalqimizning bu dunyoni to'g'ri tarafdan analiz qilmaganligi uchun hozir nim bo'yotidi desa, ashulqi dashqallar bozor tepib, bularlikı bu hatto og'ziga seppagan gapga to'g'ri javob bermayotdi. Masalan, bu CNNga o'xshash ba'zi to'rlarda, masalan, yaqinda Roshan Abbosni intervyu qilibdi, CNN'ninki. Intervyusida endi qachon bo'lgan intervyu o'qimadim. Ashada 3 qitim Xinjiang deb atayotdi bu CNN'ninki. Bu CNN'ni endi Trump bu yolg'onchi medial deb bu muxbirlarga gapni bermaydi Amerikaning prezidenti Trump. Endi bu yerda nima degan chog'da bir narsani his qilishimiz kerakki, Uyg'urlar o'zidan ketib qolgan satqinlik. Masalan, Uyg'urlar o'zidan ketib qolgan satqinlik degan chog'da nima desa, bu Xinjiang eksportni o'gitayotgan yoki umumlashtirib berayotgan yana Uyg'urcha. Masalan, o'sha yerda muxbir agar mendan shunday savolni so'raganlar bor, albatta biz hech qachon uning qo'pib biz Xinjiang desang bo'lmaydi degan gapni qilib kelyapmiz. Bir muxbirga Xinjiang desang menga qilingan bir haqorat bo'ldi, mening butun Uyg'ur xalqimga qilgan bir haqorat bo'ldi. Agar sen har qitim Xinjiang degan vaqtingda sen Uyg'urlarga hisob qilgan emas, amaliyotda Xitoyning propagandasini, Xitoy ishg'olchilarining propagandasini, yana Xitoyning ishg'oliyatini sen qo'llagan shularning propagandasi qilib bergan bo'lgan hisoblansa, shuning uchun mening bilan suhbatlashaman desang, bu Xinjiang degan gapni atama. Ayaning ismi bir Sharq Turkiston deb ismi bor ayaninki, bu davlatning deb atash bu yerda jinoyat emas. Shuni dalalaydi, dalalatdi. Ammo Xinjiang deb atagan yerda jimdi shuningga ha deb javob berish o'zi nima degan chog'da, bunday aytgan chog'da shu Xinjiang deganni umumlashtirib turayotgan shu insonlar bor. Bu yerda xalqimiz shuni bilib yetish kerakki, bir insonning qilayotgan faoliyatiga, deyotgan so'ziga, yozayotgan materialiga yoki ziyoli deb shu diplomasi bor bo'lgan bir ziyolining yoki ziyoli deb atalib qolgan birisining yozayotgan narsiga qarabla mushu ziyoli deb emasmi emas. Uning boyi deganimdek deyotgan jumlasiningki xalqimizni oxiri nega yetaklayotganligiga diqqat qilish kerak. Shu xalqimizdan shunday tashqallarga vaqti-vaqtida javob berilmaganligi uchun, tanqid qilinmaganligi uchun, bularni yana jamoatning ichida Uyg'ur deb saqlab turayotganligi uchun mushu dashqallar hozir xalqimizningki irodasini Amerikaga nima deb to'nityapti desa, Xitoylar bilan birga yashab ketalaydigan bir millat. Hatto aymanmay biz Xitoylar bilan integrate bo'lib ketalaymiz deganlar bo'ldi-ku. Endi integrate degan birlashib ketalaymiz degan gap. Shunga hozir endi biz bu gaplarni takror deyishimizning sababi shu, ya'ni hamma ishga yo'l qo'yaversa qarindoshlarim, maydonni egallab olganlar, garchi bizning setib turgan vatanimiz bo'lmasimi hozir asorat ostida. Mushundaq xalqimizni mangu qul qo'yib o'taydi. Hozir yaxshi yeri xalqimiz orasida jiddiy bir uyg'unish bor. Masalan, shu yaqindan bu yoqqa ikki masalada bu uyg'unishni his qilyapmiz. Ya'ni eliqi materialning besilinishi va eliqi Ilhom To'xti institutining qurilish masalasida xalqimiz portlab ketdi. Mushu holatning davom qilishini umid qilaman. Xalqimiz mushundaq uyg'oq tursa, buningdan keyin u birini tukurildi, ya'ni bizim deganlar yo'l qo'yilmaydi. Bu yerdan bir narsani bilib oldikki, ya'ni biz cho'ng biladigan, jiroq turib cho'ng biladigan bu advokat degan narsa qarindoshlarim Amerikada odatdagi bir mozdozdek bir kasbga bak cho'ng bilib ketman qarindoshim. Bu mozdoz kim bilan, bu tukuril kim bilan
Мәңгі өтмәкчіке десе, маңның білән мәңгі өтмәкчіке bu. Biraz koyu batı diyor sana. 抖音。 Мұшындақ маймун, мұшы сәт маңқұт Қытайлар білән мәңгі яшайдыке, ашы иңгаңшыштарыны яша, ашы иңгаңшыштарыны шорап, иміп яшайдыке. Ләнәт болсын. Ne қылайды? İnsanlarını bilip koyayım. Aldığınlarda örnek duruptu. Salih Hudayor'a okşaş, ot yürek kahramanlarımız duruptu. Yana muşunun okşaş örneklerden tünü gün meclisine kirip oturuğa çıkan mavu Kuzat Altay inimiz çıktı. Müstakillikni tarif kılın, müstakillik tuğunu götürümüzde. Muşunlarını ülgün inşallah gereksizler. Atalmış ziyali de atalgan bolsanlar, rast ziyali bolsanlar. Vatan millet müstakillikini koluğa ağa vaxtıda yerga qarab qoldigan, hatto qavranglarga, ko'chalarda tükürüp mangadigan oqibat qilib qolmanglar demoqchiman. Xalos gapim. To'g'ri gap bu. Hozir demisimi xalqimiz haqiqatan qattiq qahr g'azabda. Chunki hozir yana doim mushundaq razilliklar yo'l qo'yib mangsak, bizning vatanimizning mangulik mutqariz bo'lib qoldiganligi, Uyg'urniki yiltizdan qo'mirilib tashlanganligini xalqimiz to'nib yetdi. Shunga hozir jiddiy o'yg'oq holatda. Ya'ni avvalgi ikki misoldan xalqimizning bundaq ishlarga yo'l qo'ymaydiganligini ko'rdik. Inshaalloh bu ish davom qiladi. Endi o'tgan qatam bir narsani deb o'tganda xalqimiz orasida qattiq g'ulg'ul qo'zg'alib ketib qolibdi. Ya'ni Vankatib izchil holda bir narsani ta'kidlab xalqimizni aldab kelyapti. Ya'ni nima deganda Uyg'ur ziyolilarininki 80%i biz qurultayni qo'llaydi. Shunga bizning tutgan yo'limiz to'g'ri deydigan bir gap. Hem bu gapni jiq anglagan men, o'zining og'zidan olgan, o Vankatibniki, uning atrofidagi o chaparmanlarim doim deb qo'yatdi. O'tgan qatam men Gollandiyaga bir yig'inga borgandim, bir nihoyat o't yurak bir qarindoshimiz bor, bir yosh bola. Mushu Vankatiblar to'g'risida talashlar chiqib qoldik. Ya bu Vankatib degan kim o? Vankatib. Ma gapni qasddan so'rab qo'yapman, chunki o'tganda bir nechisi shu Vankatib degan kim o deb so'rab birini yezibdi-chu, ma nimada Vankatib deganni bilmaydiganlar. Vankatib deganda ham o'sha hozirgi bu atalmish qurultayniki qo'rchoq raisi. Ya'ni 10 necha yil millatning lideri bo'lgan Robiya xonimni putlab yiqitgan suiqasd bilan. Hozir shu huquqni egallab olib, şu davaning ishi bilan jon beqiyotgan bir haromzoda. Shuning laqami xalqimiz tarafidan Vankatib deb atalgan. Buniki hamda aşağıda degan gapi necha qatim dedi, xalq orasida bizniki qo'llanishimizning, bizning tutgan yo'limizning to'g'ri bo'lishidimi? Eng cho'ng ziyolilar hammasi biz tarafda. Dunyodagi butun Uyg'ur ziyolilarininki 80% biz tarafda. Shunga bizning tutgan yo'limiz to'g'ri deydi. Bu gap chiqqandan keyin xalqimiz orasida qattiq g'ulg'ul qo'zg'aldi. Rostilla bu 80% ziyoli mushlar tarafdimi deganda bu Abdurimjon qarindoshimiz o'tganda deyishcha bir statistikalarni qilib ekan ziyolilarniki sonini elib degandek. Mushningda sizlar qo'shilamsizlarmi shu 80% degan gapga? Ya o mümkün emas o. Bayı men to'g'liqqanmi deb o'tib ketdi. Mushu hozir masalan ismini atab yurishning o'rni yo'q. Hamma odamga ma'lum
Hozir bu yerda ziyoli deb tunishtirayotganlar bor. Amerikani misol qilib beray, masalan, men ziyoli deb tunishtirayotganlarning ichida ABQ o'lcham bo'yicha magistrlik doktorasi bilan atab kelsa, Dünya Uyghur Qurultayının atrofida ketib qolgan ziyolini men bilginimcha sanab beray, unutib qolganlar sizlarda qo'shib qo'yasizlar. Dünya Uyghur Qurultayınınki siyosati bilan o'xshash ketib qolgan, ya'ni Sharqiy Turkistonning mustaqilligini emas, ashuligi atalmish, ya'ni bo'lsa Xitoylar bilan birga yashab ketish yoki Xitoy demokratiyaga o'tsa, shu Xitoylar bilan yana birga integrative yashab ketish, birlashib yashab ketish degan ideyasini targ'ib qilayotgan. Bularning shuarida Uyg'urlarni saqlab qolish, Uyg'urninki mavjudiyati muhim hozir bizga degan safsatini so'qiyotgan Amerikadagi ziyolilarni sanab beray. Buning ichida Rashad Abbas, ya'ni ziyoli kategoriyasiga shu doktora, magistrlikning yuqorisiga desak, undan keyin Erkin Sidiq, undan keyin Olim Seyitov, hozir Uyghur Radio Free Asia Uyghur bölümününki başlığı, Uyghur bölümünün başlığı bu. Onun için burunki aşı Radio Free Asia'nınki Uyghur bölümünün burunki başlığı şu radyonu Uygurlarning immigration köşmeller idaresi aylandırıp ötüp qalğan, tas qalğan ve Dolqun Qamiri deb bir başlığı var. Aşı. Onun için Nuri Türkel degandeklar, hamda hatta Roshan Abbasning magistrlik bir diplomasi mi yo'q, aqcha unda bir yerda o'qib maktab bitganini ma'lum yo'q. Demak, bu yerda sanab kelsang, barmoq sanig'idek ziyoli va bu shu mustaqillik davosiga qarshi boyaqidek Xinjiang degan ismni umumlashtirishga, hatto shu radioda Tibetni Tibet deydi, ammo bizning vatanning ismini atamay Uyg'ur diyori, Uyg'ur ili deb atab kelayotgan shu radiodagi shu ziyolilar, sanoqliqlar. Ammo sanab kelsak, bu Sharq Turkistonning mustaqilligini qalbidan orzu qiladigan ziyolilar 10 hassa ko'p desak bo'ladi bu yerda. Dunyo Uyghur Qurultayini qo'llayotganlardan. Endi yana bir narsani qo'shib ketay, abay men qasddan so'radim, Vankatov degan kim o deb. Nima senmi dedim, Rabia Qadirni putlab o'rib tushirib o'tgan dedim. Buningda men mandaq bir narsani o'zimning fikrimni o'tirib qo'ymoqchi. Bu yerda mushu narsa, mushu tushuncha xato deb qarayman. Nimishga degan chog'da bu yerda Dolqin Aysoning Vankatov deb atalishi va yoki bo'lmasa kimning nima deb atalishi emas. Men ayni vaqtda uchuq oshkora Rabia Qadirga qarshi chiqqanlardan birisi. Nima uchun qarshi chiqqan degan chog'da shu Rabia Qadir shu Dunyo Uyg'ur Qurultayining boshliq vaqtidami o'xshashlar shu hozirgidek mustaqillikni talab qilinmagandi. Mustaqillikni talab qilinmay, yana shu Anidininki bo'yin turqiga kirib, shu biz u yerda mustaqillik talamaymiz deb, hatto Rabia Qadirning Italiyadagi bergan bayonotida biz Xitoylar bilan integrative ketimiz, birga yashab ketimiz degan gaplarni qilganda u tarjimon xatoligi degan gaplar bo'lgan. Ammo boyi degandek, Abdurimjon degandek, Erkin akamiz degandek to'g'ri yo'lga qaytganlar quchoq ichib shularni biz qadrlashimiz kerak. Masalan, 4 kunning oldida men Quzatga qarshi gap qilgan, nima uchun degan chog'da atalmish Ilhom To'xta institutining nima Aziz Isoma deganni voy akam bu deb uningga himoya chiqib, u Aziz Isoni qo'g'dashga uringan vaqtida men qarshiligimni bildirdim. Tunegim bo'lsa mustaqillik yo'liga men qasam qildim. Demak, bu yerda qasam qilgandan keyin qasam qilgan bir insonni Alloh kechirdi. Alloh kechirganda bizning bandini kechirmaydigan hech qanday haddimiz emas. Shuning uchun bir inson to'g'ri yo'lga qaytgan vaqtida qo'llash boshqa, xato qilgan vaqtida yuziga silish boshqa. Masalan, Rabia Qadirg'imi uchuq oshkora yillarcha men qarshi chiqqan shu bu 2018dan tortib Salihninki namoyishlariga qatnashib, men mustaqillik talab qilmay, bizning xalqimizga mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q deb Rabia Qadir o'ttirga chiqqanda Rabia Qadirni qo'llashga boshladik. Bu yerda ma'ni oydin qilish kerak. Agar Dolqin Aysa %100 o'zininki shu xatoliklardan yenib,
şu azgına maddi imtiyazlardan voz kechib, agar mustaqillik yo'liga qaytib, xalqimizning oldida shunda qasamlashib, men bu yerda xato qilishni e'tirof qilish shunchalik tasmo. Bu yerda bir samimiyat degan narsa nima desa, xatolikni e'tirof qilish o'zi samimiyat millatning oldida. Samimiyat bilan o'tirg'i chiqib, xatoligini e'tirof qilib, mustaqillik yo'liga mangsa, biz yanala Dolqun aka deymiz, yana Dolqun deb hurmatini qilamiz, ya'ni beshimizni ko'taramiz. Xuddi Rabia Qodirga qanchalik qarshilik bo'lgan bo'lsak, hozir Rabia Qodir mustaqillik talab qilayotganligi uchun hurmatini qilamiz. Agar yana qaytadan murtadlikka o'tib, men xato qildim, men mustaqillik talab qilolmayman deb chiqsa, yana tillaymiz. Yana qarshisiga biz chiqamiz. Nima uchun degan chog'da bu yerda bir insonning orqasidan mangmaymiz biz. Mustaqillik degan bir ruh, ya'ni mustaqillik degan e'tiqodning orqasidan mangamiz. Shuning uchun bu yerda bir insonga qarshilik emas bu. Bunun qarta meningki men bir ishga gap qisib qo'yay endi. Ayada avvalgi gapni endi Jasara seninki nimangda anladimchu, anglabla men shu yerda bir yig'iz gap qilib qo'ygan, shu gapimda turaman. Bu dunyoda ikki yolg'on gapning birisi shu bo'ldi. 80%lik Uyg'ur ziyolilar avtonomiya yo'lini qo'llaydi deganli gap bu. U bir mandaqchi aytgan chaqda u bir mundaq og'izdan chiqib qolgan bir chaqchaq yoki xato gap emas. Bu Sharq Turkiston mustaqil harakatiga bo'lgan bir xiyonat. Shu gaplarni agar shu Amerikaliklar anglab, hamda Amerikaliklar bilmaydi-ku Uyg'urning kimligini. Endi shu gapni anglab qoldigan bo'lsa, bu Uyg'urlarning ichidagi ziyolilarning mutlaq ko'p qismi 80% Uyg'ur ziyolilari shu Xitoy demokratik Xitoyda yashashni xohlaydi degan bir nimani chiqirdi. Bu xiyonatchilik bo'lmay nima bu? Endi qolgan gap kelsa, men bu yerda keskin dalalayman. Men Amerika ziyoli nimalari bilan men 30 yildan beri hozirgacha communication bor, hozirgi nimam bor. Hozirgacha bor. Amerikada navbatda Amerikada bir 500 dan ortiq doktor magistr unvonini olgan nimalar bor. Bularning nima uchun mutlaq ko'p qismi ashta sahnalarga chiqib, CNN'larga chiqib, masalan, Washington Post'larda, New York Times'larda maqola e'lon qilmaydi. Buning bir sababi mushu abay deb o'tgandek, mushu Amerikaninki mushu mustaqillik, Sharq Turkiston mustaqillik haqiqatni nima suiqasd qilib, shu tarafga burmalab qolganning sababi. Yana birisi shu Amerika hukumatining abayman deb o'tdim-ku, siyosatining bu yo'nalishga mangmaganligining bir alomati. Endi Dünya Uyghur Qurultayini men eg'izimga ilish oldigan nimam yo'q deyamdi. Bu yerda men shuni deb o'tay. Dünya Uyghur Qurultayining ichidagi nurg'unlarni men taniyman. Shaxsiy munosabatlarim bor. Anvar Jankamdan tortib, ashada Farhod Yurunqashdan tortib, Dolqun Aysodan tortib, hammasi bilan nima bor. Bularningki nurg'unlari mustaqillik ideality. Nima uchun shu bir necha yil, bir necha yilning ichida bo'layotgan ish uchun qarindoshlar. Bir necha yilning ichida bo'lgan, bu 5-6 yilning ichida bo'lgan. 5-6 yildan burun xatolashgan bo'lsam 7-8 yilda. 7-8 yildan burun Dünya Uyghur Qurultayi qanday holat tushib qolgan. Buni shu Dünya Uyghur Qurultayi navbatda shu Amerikaninki azroq iqtisodlarini ko'rib, shuni qanchalik yo'g'on pul deb yurib, ashlar to'g'ri ish qilayotgan o'xshaydi deganlarga meningki beradigan bir tavsiyam, shu narsalar kimdan kelyapti? Shuning o'zinglar bir savol qo'yinglar. U kichikgina N7 deymiz-ku, N7ningki o'z vaqtida bergan abay umidmi deydi-ku, o'z vaqtida bergan 65 ming, 70 ming dollarni ilishdan men ashada shaxsan borman ishada. Men shu ishlarga jiqarlashgan. U vaqtlarda u hozir navbatga shuni qilganlar yo'qdi u vaqtlarda. Shu vaqtda Sharq Turkiston mustaqilligini yo'lda manganlar biz shundaq jiq yo'lga chepib, men bu yerda buni deb o'tay, o'zimni maqtaganlik emas. Mening uyim u vaqtda Washington DC'dan 2,5 soatlik yo'ldi. Ashada har hafta degandek bir qancha hafta men mishaga mashina haydab kelib, shu yig'inlar qatnashgan kongressmenlar bilan ko'rishgan. Men nima uchun shu vaqtda shunchalik
nima bir ishtiyoq bilan shunchalik nima qilgandim degan chog'da men shu bir to'g'ri yo'lmiki deb o'ylagan. Keyin uning qaysi taraflarga kelganligini men tarixi bor shularni bilaman. Qaysi holat keldi, hozirgi holat keldi, eng oxiri berib bütün dünyadaki Şarkı Türkistan mustaqil hareketini iste'mol qilib shu tarafga burapman deyman. Men shu gapni davatay. Shuning uchun u endi bu Amerikadagi bütün dünyadagi Yaponiya olamdı, Avrupa olamdı, Germaniya olamdı, şu Norvegiya olamdı. Nurgun Uyg'ur ziyolilar nurgun ko'p. Biz shundaqlarning shu iste'mol qilish nimasini biz to'sashga tirishimiz kerak. Hozir shuning vaqti keldi. Bultolardan boshlandiq, 2 yildan burun boshlangan shundaq narsalar ochiq oshkora gap qildigan ishlar bo'ldi. Shundami? Hozir bu bir to'g'ri tarafga ketib bordi. Ağalarning shu suiqasdini biz to'smaydigan bo'lsak, Umid Mabay deb o'tdi-ku, biz Sharq Turkistonlik bo'lish, Uyg'ur bo'lish bir majburiyatimizni, chet elda bu fursatni Alloh taolo bikoga bizga bermadi. Mushundaq bir ishlarni qilamikin deb dedi. Bo'lmasa abay biz tarix to'g'riliq azroq so'zlashdik, erkin shuni dedi-ku. Tarixda biz shundaq Xitoyning aldam xaltisi kirib ketgan ashulaq atalmış ziyolilar tarixda bir xil axlat qatori, axlatning ichiga kirib ketgan bo'ldi. Shuni nima qilay? Biz tarixda har bir Uyg'urning, har bir Sharq Turkistonlikmish muhojirat yashayotganda bizning yomon cho'ng vazifamiz bor. Yomon cho'ng majburiyatimiz. Shuni bir qattiqroq o'ylab, shu majburiyatimizni kichikini bu ado qilishga biz bir tirishchanlikni ko'rsatsak. Abdurrahimjon o'tganda bir statistikalar qilib kelsa, Abdurrahimjon bormi, uxlab qoldimi? Tamam bor. Ziyolilar to'g'risida bir statistika qilsa, anglasam, oxir yillarning oldida o'xshaydi u. Bularning 80% degan statistikaga ham o'zingizning bir ko'z qarashini deb baqsam. Ya endi şu o'ttirg'i chiqib, o 80% degan gap nima gap degan chog'da o'ttirg'i chiqib, mashada mayli kishilik huquq guruhini qo'llasin, mayli avtonomiyani qo'llasin, Xitoy bilan orlik etmay, Xitoydan birga yashaymiz deydigan irodasi bor ziyolilarning 80%i qurultayda bor deyishga bo'ldi. Bütün dünyadaki Uyghur ziyalilerinin, yani chet eldeki bulup, chet eldeki Uyghur ziyalilerinin 80% ise o belki qamlaşmagan bir gap, yani xiyanet hem yalgan gap hemen birisi bulur. Ama muş oturup çıkıp faaliyet kılıvatkan, bizge zadi 100 tane doktor ziyali badaylı, 100 tane doktor ziyali Xitayını kollaydık ya. Bunlar insan hakları, avtonomiyada Xitoyda orlik etmay, birga yashaymiz, Xitoyninki ishg'oliyat tuproq butunligini himoya qilmaymiz deydigan mavqeda 100 ziyoli bor ekan. Demak, bundan 80i qurultayning ichida bor degan gap. Boshqa tushunsak bo'ldi uni. Ularning demoqchi o'g'limiz shumi ya? Ama gapni ular demadi va dunyodagi butun ziyolilarning 80% bizni qo'llaydi deb qavotdi. Sen degandek Onun başı ben degandek tushunsak bo'ldi. Tamam. Bütün dünyada 100 tane Xitoyperest ziyoli var. Bunun 80'i bizde qancha kimsa o'z oldiga mustaqil faoliyat qiladi deb ashtatib deb tushunsak bo'ldi. Ben bu yerda baya Vankatov degan kim o deb so'radingiz, suiqasd degan gapda biz bu to'g'riliq bakchiq to'xtaldik. Bu 10 necha yil qolgan suiqasdlarini shu Rabia Qadirmi bilimiz avtonomiya degan vaqtlari bo'lgan. U Rabia Qadirmi keyin o'zi tushuntirib o'tdi. Shu ishki ziddiyatlar sababidan avtonomiya deyishga majbur bo'lgan degan gaplarni uni tahlil qilmaymiz degan. Endi biz o'z ko'zimiz bilan ko'rib turdik. Ya'ni shu Parijda 2016-yili xalqning orzusi bilan saylangan bir liderni bir yildan keyin favqulodda nima qilamiz deb uning oldida 10 yil tashqanti bo'ladi. Zodi bir buyruq kelgandek esbadi bizga aksidan buyruq kelgan bo'ladi. Shu Rabia Qadirni mollaqat quzumsal bo'lmaydi degan buyruq kelgachga bir nimalarni qilib tushirib shu qadar satlishdiki, u ikkilarni jiq etib ketdik. Suiqasd bilan 60-70 o'zining haramzadasini jig'itlab ashada Myunxda ishini taqib oldi. Rabia Qadirmi kamida Seyit Tumturk qatorliq 15 tashkilot kamida atalmış bir favqulodda qurultayni ichib o'zini rais saylab oldi. Bu haramzada uf dedi. Shunga uni suiqasd deymiz, Vankatov deymiz.
Endi mau yaqinning yog'i mau bir necha masala o'tirg'i chiqqandan keyin ma Abdurahimjon bir rasmlarni chiqarib nihoyat jonliq bir nimalarni yozibdi. Facebookda qarasam bir o'nkurlarning g'orning ostiga kirib olgan bir odamlarni sizib, oxirida bu g'orning ostidagi odamlar yeshil polvonga aylanib bunda qolsanglar deb chiqibdi. Sen nima demoqchi uningda? Endi bu hozirgi masalalarda bularniki Shimol Koreyaniki Kim Bodek var o prezidenti. Onun yüzüne bir nem yazdım onun kartı. O öyle ki Allah'tan ait ciddi bir taşkı ve içki siyaset meselesi de o hem ağır kılıklık, ağır kandikiler ölgen olup yetip o. Bir üç cepte aşına ötü falan gaççıda oturursa hep çıktı. Şu Allah'ta Koreyanın içinde dünya boyunca mesela Kore'ye karşı devletler, Kore'nin kollaydığı devletler hem Kore'nin içindeki öğütçiler hemmesi özünün ma'lum derecede ifadesini bildirip kaldı şu vakitte. O çıkıplam andayken lentini kesti. Nahmeyden çıkıp bir kızıl lenti kesti o. Şunu özü simbol lakasını ben endim hoşunda kesimedi yine. Ona birini yazdım. Yani onu da ki sen hazır diyen neyse bu öyle ki bu nimelama şu hata yolda meni atqanlar. Meyli Xitoy press, optimiyatçı, insan hakları degan qanday olsun. Bir narsani o'tirib o'qiydi ki hata bir ideyani. Masalan, İlham To'xtiy instituti degandagi bir hata ideyani o'tirib qo'ydi. Kishilar umumyuzlik qo'zg'alib, shu WhatsApp guruhlardan shunda tilaq ketdi, buni izohat beringlar deb necha kun qaynab ketdi. Biz uni misol qilib so'zlab ketdik, ular jimmi turib oldi. Ya'ni akıqım yüküyelib urush qo'zg'alib ketgandi. Tish turaydi. Tish turgandiki uni yaxshi gapmi 3 kun, yomon gapmi 3 kun deb 3 kun 4 kun haqli qaynab bo'lgandan keyin chiqib, andan keyin elqi yomg'irdan keyin bo'ldab chiqqan elqi nima bor elqi bombuklar, parazit qurtlar bor. Shuning o'xshash bu qurtlar chiqib, aniki axlashib qoldi. Voy zodi bu 70 yoshga kirgan odam. Bu ulug' Ro'z Ramazon. Bular o'zi cho'ng faoliyat qilgan. Bundaqmi zarb berish bo'landi deb ular bir boshdan so'zlab, yezib, advokatligini qilgandan keyin asta ular okupdan chiqib, andan keyin ha jon bizlar foydali qopdi deb okupdan chiqib, andan keyin qarab beqib, ha qo'llaydiganlar barkan deb anki nochang o'z chiqadi deb yeshil polvonga aylanib bular. Hozir ikkinchi bir bosqichga o'tdi-da. Qancha vaqtdan bularni tanqid qilgan, ulardan norozi bo'lgan, haqorat qilgan hammasini yig'ib aytiblar. Haqiqatan bizga zarb berdi deb hozir qaytarım hujumga o'tdi vaziyat. Hemen boşu ifadalash uchun tablaq qilgan resepti o. Ondan boshqa başlık qo'llandi-ki. Mujunda taktik qo'llandi-ki. Ondan boshqa bularning aqsimi birini yozibdi, ansam Xitoy purab turadigan odamlarga Xitoycha yozdiki, shu tanqid qilayotgan xalqimizni Xunguibing deb atabdi. Xunguibinglarga o'xshab nima debdi? 50-ci yıllardan keyin chiqqanlar, 49-ci yılda chiqqanlar, Gomindangchi olsa 60-cı yılda chiqqanlar Gongsandangchi deb Uyg'urlarning ishkiga bo'libdi bular. Bular Gongsandangchi bilan Gomindangchilar orasidagi jidalga o'xshatib buni. Hozir shu taslimchilik ideyasini tanqid qilayotganlarni Xunguibinglar debdi. Xunguibinglar yana o'tirib, demakki bularning analizi, tafakkuri butunlay Xitoycha yani. Özü chet elda yashaydi, kallasi Xitoyda. Ya'ni Xunguibing demak boshqa biriga o'xshasin bo'ladi-da, masalan g'arb ellardami vag'unda o'qituvchilar. Boshqa birimi desa bo'ladi, ammo demak Xunguibinglarga o'xshashdi, Xunguibinglarning o'z qo'zg'alib ketibdi debdi. Ammo qanday bo'lmasin oxirida bir narsani e'tirof qilibdiki, bu narsa bor debdi ya'ni. Bu material bor. Balki men o'ylab ketgan inimning uyida bo'lishi mumkin. Men hozir yana akamning virusi tusib qo'yotdi meni. Yani akamның virusi bize pasayganda ben İstanbul'a berip, inimninki uyini aktif bekip çıkıp kalsa, şu Xunguibinglardan pul elip deydi. Şu Xunguibinglardan pul elip ben tercüme kılızman deydi. Demek ki xalqning besimi bilen yani bu hüccetning bağlığı ispatlandı, bu akısının ağzının ispatlandı. Endi mesele bu fukusinin uyini aktarıp onu tapalamdı, tapamamdı. Mesele şu ha. Mesele şu. Hazır bu fukusinin uyudu yoki şu qo'ng'iq bosib o'tiramdi shu sesi qo'sib Xunguibingni tilayotgan vaqtida. Bu mesele. Endi mishada yana xalqning irodasiga tashlab qo'ydi shu gapni-chu. Mishada xalqning irodasi Abay Abdurahimjon degandek
3 kun vaqirab to'xtab qolamdi yoki bo'lmasa bu xalq mishada haqiqiy buningga oxirigacha bu ishni nima qilamdi qo'g'lamdi degan narsa bo'ldi. Yana bir diqqat qilishimiz tegishli masala mushu oxirgi mezgillarga kelgan chog'da bo'lib Ilhom To'xta institutininki chiqargan eg'ir satqinlik darajasiga yetgan bu bayonotidan keyin xalqimizningki mustaqillikqa bo'lgan ruhidagi ya'ni bu yerdagi jasorati xalqimizning va egi chiqishi ve his qilgan Dünya Uyg'ur qurultiyi erkin olibdagi masalasi kelgan chog'da hech qanday pozitsiya bildirmay turib oldi. Amaliyotda mushu nima uchun degan chog'da xalqimizningki xalqimizningki irodasining qanchalik muhimligini ko'rib olgan bo'ldi. O sınaq qilinib baktı. İlham To'xta institutininki 2018 mi qachon Nuriy Turkiyalik biz Uyg'urlar mustaqillik talab qilmaymiz. Xitoylar bizni ashtaqtab ayiblaydi degan vaqtida xalqimiz hech qancha unchalik ko'p bir qarshilik bildirilmaganligiga diqqat qilsanglar. Shuning bilan endi bijiliga kelganda Ilhom To'xta institutininki taraqqiygan holda buni rasmiy Xitoy bilan biz inoq bir bo'lib yashab ketamiz degan taslimiyatchilikni o'ttirib qo'ygan vaqtida xalqimiz buningga sabr qilamdi. Demak, mishalki 2 yil jarayonidagi xalqimizning mustaqillik bo'lgan irodasidagi qanchalik taraqqiyotganligini ko'rib olgan bo'ldi. Shunga bu ishninki oxirini chiqarish uchun qarindoshlarim hammaylar bu besimni to'xtatmasligimiz kerak. Xitoy virusi uniki Istanbulga berib uni aqtirishiga to'salg'i bo'lgan bo'lsa, az arada Türkiye'nin işini içirtilen gepler bu otudu inşallah. Berip kapalışını ümit kılamaz. Çünkü bağ deyilgen işken bunu birisi köydürüp etmeydi, birisi bir yere tıkavanmaydı. Muşu işki perzentinin birisinin koludu bağ. Birisi ödep gitipti, onun bir karasandığı olmuş, onun işi buluş mümkün degen peraz bağ ki, bu erbabninki özündeki konunun aslında misal aqtırıp bekişini, öydeki yani bir qara sandıqni mı aqtırıp berişini, bekişini eğer bir günlerde o bu tepilmedi yok ki dep qalsa xalqimizga qandaq cevap beriş kerakligini o'ylab beqish kerak. Çünkü xalqimiz bu qatim boş qo'yib etmaydi bu ishni. Mayli kim bo'lishi undan qat'iy nazar. Bankatlarga qo'lig'ini yopirib oldi, o'yinkurlarni shikirib oldi, inkas yo'q. Ammo mavo aksi İsa cemaatinin hazırki peşivasi deptu mayli Xunluy bin o'xshash masalan haligi Abdurrahim G'ani degan og'inimizni bu balani bular atlab baxmagan chunki vankatiblar bilan quchoqlashib bir ishlarni qilayotgandi. Ular yaxshi bildi, ularni maqtaydi. Hozir qopab uni pishnichiga chiqarib o'tibdi. Pishnichi deb tilabdiki, bu balami sakrab ketdi, mana meni pishnichi deyotdi bular. Demek ki muşundan körü olalaysa qarindoshlarim bular ne kadar rezil insonlar yani. Tuni o'g'irlamoqda vatdi Abdurrahim G'anini bugun fitnessiga chiqarib o'tibdi. Kim o shu fitnessiga chiqarib atganlar? Shunga xalqimiz bu ishda cho'qim sayg'ak turish kerak. Bu ishning oqil chiqishi, ya'ni shu material dunyoga yuz ochqicha hammaydan ko'gicha uning tarjimasini bizmi Xunluy mana qo'ziqsin pul beraylik. Yoki bo'lmasa Xitoycha tarjima qila olamsa, men qilib beray bo'ldi. Ko'ni Xitoychani bilma, atrofimdan ko'ni Xitoycha bo'lgan pul yig'ishimga ketmaydi, men qilib beray. Ham menga o'xshash gap qilganlar jiq. Xitoychani menda yaxshi bildiganlarim bor. Qilib birdi bakalliqqa. Anan ekan asl nusxasini bir e'lon qilsin, uni ko'raylik, tarjimasi qanday chiqdi bir ko'raylik. Bugun vaqt berib qoldik qarindoshlarim. Oxirida deydiganim biz boya nashqatam tilg'ab o'tgan bu Amerikadagi qonun masalasi bu bir mezgil besilib qolgandi. Yaqinda bir senator bu ishni tilg'abdi. U odam debdiki, bu Senate leader expect vote soon on seeking China sanction over Uyghurs dedi. Bu adam kim deganda US Senate majority leader dedi. Senatdagi ko'p qismli partiyaning boshlig'i Mitch McConnell degan adam. Bu adam debdiki, eng tez bo'lganda bu qonun Uyg'ur qonuniniki loyihasi kelar hafta sunilishi mumkin qarab chiqishga parlamentda debdi. Kechiksa bir necha hafta ichida bu o'tirg'i qo'yilishi mumkin debdi. Inshaalloh bu ish ro'yobga chiqishi, chunki bu ish bek muhim biz uchun bo'libmi?
Hazır Amerika başlıq G'arb elleri bu Xitayni urmasak bo'lmaydi, parchalamasak bo'lmaydi deyotgan mezgilda bu shu Uyg'ur qonunini bir dastak qilib qo'llanishi mumkin-da. Mayli nima qilib qo'llansin, bu bizga bek foydali, bek muhim bir qonun. İnşallah bu pat aradan qilib chiqishchi, o'tirg'i chiqishchi. Ondan boshqa oxirgi bir narsa men deydiganim yaqinda boyaqi mazmunlarga masalda ma rasmga diqqat qilsanglar, Prezident Trump Fox News'niki ziyoratini qabul qilganda bu odam odatda Aqsaray ishxonasida o'tirib yoki bir bog'chada o'tirib ziyorat qabul qiladi, ammo bu qatam Lincoln xotir munorining ishida o'tirib qabul qildi. Hamda buni analizchilar bu yerda nima debdi deganda yana shu Xitoyning ishiga, Xitoy virusining ishiga mening qo'limda debdi, shu Xitoy virusniki shu Wuhan laboratoriyadan chiqqanligiga oid isbot bor. Meni tushirgan yeri deydi. Ayni vaqtda Xitoy hukumatı Wuhan shahrini qamal qilganda, to'sqanda, chegirlayotganda Wuhandan Xitoyniki har qaysi shaharlargacha uchadigan aeroplanning hammasi to'xtatgan, ammo nihoyat g'ayriy yeri butun dunyoning hamma yeriga uchadigan, Wuhandan uchadigan aeroplanlar to'xtatilmagan. Shunga mening qattiq gumonim bor, Xitoy hukumatı maqsadli holda bu nimani taqatgan deydi. Bu virusni dunyoga taqatgan deydi. Bu gapni Lincolnning munorining oldida turib deyishi, Lincoln hamda Amerikaning davlat otisi, xuddi Atatürkdek atiladigan bir tarixdagi person bu, bir personaj. Bu adam hamda xuddi Amerika xalqini ozodlikka erishtirgandek bir ma'no berilgan bir odamda, nihoyat Amerikaliklarning qalbida cho'nqur o'rni bor bir odam. Oshining oldida turib deyishi analizchilar davatida bu alayid ahamiyatga ega deydi. Ertagin inshaalloh vaqtimiz bo'lsa, bu vaqtda yana qisqa to'xtalishimiz mumkin. Hozir bu 3 soatga yaqin vaqtdan apoptman qarindoshlarim, xafaolmaysizlar. Ammo bizning gapimiz shu yanada tugamagandek qildi, ammo bugun ekronni uzib o'tishga majburman, chunki ma ko'ruvchilarimiz zerikib qolmasin. Yana vaqt chiqarib, xudoyim bo'lsa, mush temalar to'g'risida davomli paranglashimiz. Oxirida uzun vaqtlarni berib menga shu jasorat munbirda shu suhbatga qatnashib berganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammanglarning tenini salomat qilsin, Xitoy virusidan saqlasin. Xayr qarindoshlarim, Allohga emanet. Bo'ldi. Allohga emanet. Hammanglarga rahmat. Allohga emanet. İlahi ya Rab, kötüleri ıslah eyle, tevbe nasip eyle, kötü işlere bulaşmış Müslümanlara pişmanlık ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlilerimize deva ver ya Rabbi. Bu geceki tevbemizi ömrümüze kefaret eyle ya Rabbi. Tevbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz. Haram ve günahlarımıza içimizden gelerek ya Rabbi. İçimizden gelmiyorsa bile şu anda günahsız çocukların hatırına ya Rabbi. Affedilmeyecek günahlarımız varsa bile sen Allah'sın. Sen Allah'sın. İstersen affedersin. Affet de kurtulalım ya Rabbi. Eğer ömrümüz kötü gidecekse, ömrümüzün bundan sonraki bundan öncekinden hayırsızsa, Allah'ım ölümü bize yakınlaştır ya Rabbi. Allah'ım bizi cehenneme düşecek bir ömür verme ya Rabbi. Allah'ım bizi cehenneme çekecek mal verme ya Rabbi. Allah'ım bizi cehenneme götürecek çocuklarımızı ıslah eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin. Yüzümüz kalmadı. Dua ediyoruz, bir yere gidemiyoruz. Doğu Türkistan'da Müslümanlar öldürülüyor ya Rabbi. El uzatamıyoruz, ekmek gönderemiyoruz. Oruç yasak Müslümana, dünya susuyor. 3 tane dinsizin, 3 tane ahlaksızın dinimizde Ramazan'la alay ettiği şu günlerde Müslümanın orucunu yasaklayan dinsiz Çin'e kimsenin gıkı çıkmıyor. Allah'ım senden başka gerçekten sahibimiz yokmuş. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Senden başka gerçekten yardımcı yokmuş. Bize yardım et ya Rabbi. Bizden önce o Müslümanlara yardım et ya Rabbi. Namuslarını kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi memleketlerini kurtar ya Rabbi. Canlarını kurtar ya Rabbi. İmanlarını kurtar ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi.
Hakkımızda hayırlı olanı nasip et ya Rabbi. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna ve şfi mervana ve erham mevtana bi hurmetil Fatiha.